Remedial secession theory. Bu degeni yani bunu ben kanda tercüme qilib berishni bilmedim. Bular bir azap çekivatkan, zulüm çekivatkan xalq bo'lganligi uchun bular secession bölünüp chiqish huquqi bor degandek mushta bir nazariya o'tirib qo'yilgan. Buni International Court of Justice'ninki Kosovo Opinion Advisory Opinion bor. Bu shuningga kirib qarasanglar, shuning qonunida yozilganda bu. Buningda nima deb yozgan desam, bular buningga aniqlik bergan. Masalan, bunda xalqlar yoki davlat qurgan xalqlar o'zininki decolonization, ya'ni mustamlikadan qutulish sharoitlari bo'yicha mustaqil bo'lmagan xalqlar qanday ahvol ostida mustaqil bo'ldi deganda, cho'qim mushta qirg'inchilikka uchrayotgan bo'lsa, og'ir zulmga uchrayotgan bo'lsa, bularning mustaqil bo'lish huquqi bor deb yozgan. Ama bu hukukni qanda ahval astida buludu. Yani bu remedial secession degan qanda bir sharoit astida buludu deganni degan. Masalan, onunki mush advisory opinion'ninki mushu xalqaro sudninki, adolat sudininki 83-moddasiga kirib qarsanglar, buningga javob bergan. Buningda degan nimaninki Security Council, Xavfsizlik Kengashi bor, bu 5 davlatdan tarkib topgan. Shuningki 1999 yil chiqargan 1244 degan bir nimasi bor, resolutionsi bor. Shu bo'yicha, bu resolution bo'yicha mushta qirg'inchilik uchrayotgan bo'lsa, u yer askar kirgizish, tinchlik qo'shinlarini kirgizish degan narsa bu. Şununla asasen buluş gerek, aşınki belgelemeleri asasen buluş gerek, bütün belgelerine to'liq tushish gerek. Ondan keyin barliq umumiy xalqaro qonunlarga hech qanday violated deymiz, buzg'unchilik bo'lmagan ahvol ostida kirish kerak deb yozgan. Ondan keyin 95-paragrafga qarasanglarmi, buningda mushu Xavfsizlik Kengash ninki 1244-qonuni bo'yicha kirgan bilan buningda davlatlarninki mustaqilligiga buzg'unchilik qilmagan holda kirish kerak deydi-da. Endi bu Kosovoga unda olsa qanday bo'lib kirdi bu qo'shinlar, peacekeeping bor, NATO'ning kirdi, qanday qilib intervyu, yani aralashdi buningga bu yer genosidni to'xtatish uchun, urushga aralashdi, urush qilib deganda, Kosovo chunki u yerda bir Yugoslaviya parchalanib bo'lgan bir davlat. Ya'ni Yugoslaviyaning bular bu yerda biz kirmaslik kerak deb ko'tirib chiqqan vaqtida serblar bu yerda Yugoslaviya parchalanib bo'lgan, shuni bu Yugoslaviyaning davlat butunligi deydigan bir narsa yo'q. Shunga kirsa bo'ladi deb bu narsani chiqarib boshqa kirgizgan. Endi Xitoy shunga davomli davlat butunligim, davlat mustaqilligim, zimin butunligimga tajovuz qilmaysa, ishga ishimga aralashmaysa degan narsani hamma yerda ko'tirib chiqishidagi sabab Xitoyning mushu. Chunki Xitoy bunda ahvol ostida boshqalar kiramaydi, bu mustaqil qilishga yordam qilolmaydi malaning deb o'ylagan. Ammo bu yerda biz Xitoyga, chunki men o'tgan ikki qitimliq darsimda so'zlab o'tdim, Xitoy bizga tajovuz qilib kirib olganligi uchun bu Xitoyning davlat butunligi emas aslında. Yani bir Xitoyning davlat butunligiga tajovuz qilib bo'lmaydi u yerga kirsa. Buni ko'tarib chiqish kerak. Ikkinchidan, shu bizning shu qirg'inchilik qilayotganligi uchun u mustamlika bo'lgan davlat degan narsamiz buni support qildi, ya'ni. Biz davlat qurgan, Xitoy bizni mustamlik qilib besib olgan, bizning davlat butunligimizga Xitoy tajovuz qilganligi uchun bu yerda Xitoyniki qirg'inchilik qilishni to'xtatish uchun nimaninki, peacekeepingninki yoki boshqa qurolli kuchlarning kirish huquqi bo'ldi degan narsani talashsaq bo'ldi deb o'ylayman. Undan keyin shuningga endi bu qonun, masalan remedial secession, ya'ni qanday ahvol ostida bular mustaqil bo'ldi deganda yana birsiga bu eng oxirgi solution degan gapkanchi bu. Zaten eng oxirgi nima deymiz, tadbir degan gapkanda, genosidni to'xtatish uchun masalan butun narsalarni sinab yiqib, hech nima oqmagan vaqtida eng oxirida bular zodi mustaqil bo'lmasa yo'qolib ketadigan deb bu tadbirni qo'llandi degan mushunda bir shartimi bor. Bunda bo'lganligi uchun bular zodi avtonomiya talab qilib baqqanmi, o'zining huquqlarini talab qilib baqqanmi, uni zodi bermagan vaqtida qarshi taraf qat'iy amal bo'lmaganda zodi bu mumkin emas, ya'ni ikki tarafning birga yashashi mumkin emas bo'lgan ahvol ostida undan keyin mustaqil bo'lish huquqi bo'ldi deydi-da. Şuna ben başta avval hazır azraq qısqacha mushu bizning xalqimiz, yani bizning kurashlarimiz, vatan ichi va sirtidagi davarimiz qanday shaklda bo'lgan, qaysi bosqichdan qaysi bosqichga bo'lgan, buni bir qisqartib so'zlab o'taman. Ondan xalqaroning shu genosid qonunlari va boshqa xalqaro qonunlar bo'yicha, masalan Xitoy masalan bu yerda yana nurg'un qonunlar taqishib, yana nurg'un narsalar bor. Shular bo'yicha biz Xitoy bilan qanday
argue qilamiz, yani debate qilamiz, yani cho'qim kirish kerak, biz mustaqil bo'lishimiz kerak degan narsalarni qanday argue qilamiz, u to'g'rida so'zlab o'tdim. Undan keyin bizning davlat qurishimiz, ya'ni mustaqil bo'lishimiz uchun qanday shart-sharoitlar kerak xalqaroda va ichimizda va tishimizda. Qanday xil qonuniy jihatlarda qanday shart-sharoitlarga ehtiyojimiz va qanday shart-sharoitlar bo'lishi kerak, ya'ni bir davlatning mustaqil bo'lishi uchun. Bularni so'zlab o'tdim. Şoň hazır maw sözüldüm, şu dedim, şu kanun boýunça genocide bolatgan bolsa kiriş gerek digen näse bar. Amma Kosovonyky Yugoslaviya paçynıp ketken bir döwlet bolganlygy üçin ular kirälidi diýdik. Onda asa Xitay paçylanmagan bir döwlet onuň kanda kirdi degende bizni mustamlik kılýan digen iki qitimlik dersimde izlep ötdüm go. Şunu götürüp açyqymyz dedik. Onda bolsa bu ýerde ýene bu digen eň ahyrky solution, eň ahyrky tedbir bolgan bolsa, biz zady başka tedbirlerini kılganmy? Bizning küreşlerimiz näden näke bolgan? Kanda bolgan? Degenni sözleşik doğru keldi. Bununda mesela Uygurlar aşı Xitay besibağandan tatıplam, yani Xitay ötken hepteki birinci qitimlik dersimde sözüldüm go. Bu ýerde hiç kanda bir tinçlik bilen, yani tinçlik uruş eýlemdi. Nima? Tinçlik bilen bizge Xitay kirgen manda bir näse ýok. Yani bizning Xitaynyň kirwagyny bütünlei tajawuzçylyk bilen bolgan. Şununğa hazır bu ýerde mesela 50-nji ýyldan tartyp, Xitay kirgenden tartyp 60-njy ýylgaça Uygurlaryň mustaqillik küreşleri hiç gaçan toktamagan. Hatta Xotanda meselen sizler bilsizler belki, şu Salam hökümeti dep resmi hökümet kurulgan Xitay çikessin depçi. Ya Salam diyen tinçlik diyen dep terjime kıldım ben. Yani Şarkı Türkistan'ın Xotan nemisida şu Xitayla aylıqı yer islahat ipağına vaxtlarken şu vaxtda da işte Salam hökümetini kurup bunu mu qattiq bastırıp etkenken, xeyli çoğun qozgulanlarını qanken şu vaxtda. Onun için 50-nji ýyldan 60-njy ýylgaça Uygurlarnınki, yani üyedeki fakat Uygurlarning ulam emas, Uygur, Kazak ve başka milletler bilen birleşip qılgan her xil teşkilat, her xil qozgulan Xitayny çıkıp ketsin diyen näse qat'iy besixmagan. Mesela Xitay kirip bolup Şinjan Uygur Abdunum raýonyny kurup bolgandan kiyinmi o Şinlanting digen nima Uygur Abdunum raýonunky nima Şinlanting digen bir Xitay şu wagtdaki şu Sowetniki Ürümçideki nimesiga yazgan bir xitida görüşmesi, yani burun şu nima Russiýanyky USSR'nyki Ürümçide turgan bir nima konsulasy bilen görüşken wagtda şu wagtda mawu deýdikende bu kültür ministri Ziya Semedi diýen bar. Togry dedim, unutup kaldym ekenim. Kültür ministri Ziya Semedi, onundan keyin kültür ministri emas, şu kültür işlaga, yani kültürge mesul bolganda şunja şu wagtda Abdunum raýonyny Ziya Semedi diýen adam, onundan keyin içki işlaga mesul bolgan İbrahim Turdi, onundan keyin nimege public security bexatarligi mesul bolgan Aliyev diyen adam, onundan keyin yani başka nima sanatma, şuna işlarnınki bir başlığı bolgan Abdurrahim Seydov diyenler, bular hemmisi bu Xitay bizge bu ýerde bir ýagan autonomiya berdi, bu fake autonomiya, ýagan bu autonomiyası ýasalma. Bunu biz karşı durmyz. Bu çikesson bular. Bu Xitaylar çikesson dep şu wagtda bular karşılık göstergenke, karşılık gösterip onundan keyin hatta BDT'ga bizning aýrym wekillerimiz beriş gerek dep aşyndan imkandykin. Bunu şu wagtda Mawzedong qattiq bastırıp bularning küreşlerini hemsini ýok kılganken. Keyin onundan keyin bu zady toktap kalgan emaslar, bilisizler. Bu keyin medeniýet inqilaby bolup ketipdi, o aralyklarda u ýerde bu ýerde qattiq qozgulanlar toktagan emas. Anandan keyin 1980-nji ýylga kelgen wagtda şu Huyaobang berip medeniýet inqilabyda qattiq izet etgençe Uygurlarny izet etgendan keyin bek jürügi mujyly kitip biz qattiq mustaqil bolarmygy dehmiz dep bizge azrak hukukymyzny bäsimi, autonomiya we haqiq autonomiyany bäsi meýildi dep Huyaobang baga wagtda Uygur kadrlar, hemde Uygur kadrlaryny şu Xitay ýetişdirgen kadrlar, şular Huyaobang bilen görüşüp görüşke wagtda deýdikende bizge muşda biz bunda eýgir zulüm bolsa bolmaýdy, halkynyň karşylyk bek güçlük. Şunuň bu ýerde bizge bir haqiqi bir autonomiya bergen bolsa dep şularny talap kılganki bu Huyaobang 6 point, 6 nokta dep bir reform, islahat kılıç bir programmasını oturup koyup merkezi hükümetke sunudyk. Sunup şu Uygurlarning bularniki dalaýdak bir çet elden lideri ýok, mustaqil bolumyz, mustaqil bolsun dep bularny küşkürtdigan. Bularning mustaqil boluş niýetimi ýokken, bular fakat özüniň bir barawer
tinch yashashni ham xohlaydigan bularga huquq berish kerak deb shuna bir 6 turlik bir program sunudi ekan buchu. Sungandan keyin buning eng qattiq qarshi chiqqan Wang Jin bo'ldi ekan. Shu Wang Jin bu vaqtida qattiq qarshi chiqib, shu Wang Jin boshda kirib bizni Xitoy askari bilan kirib bosgan general bu. Shu kirib, shu buni bu yoq qat'iy bo'lmaydi deb, men buni bu Xitoyning o'zining yozgan Yuanming degan birisiniki yozgan shu o'zining xotirasidan shu gezitidan isbotlari bilan kitobimga oldim. Kitobimdan ko'rib baqsanglar bo'ldi. Shu Xuyaobang nim degan kim qandaq bostirilganchu Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, tojik kadrlar bilan ko'rishayotganda hammasi shu mushta huquqlarimizni bersanglar deb Xuyaobang degan ekan. Bu desa bu Wang Jin buning qattiq qarshi chiqib, hatto shu vaqtdagi Xitoy kadrlar Wang Jin sarang qopdi. Nima Xuyaobang sarang qopdi. U yerdagi mustaqillikni bular azroq huquqini bersaklar mustaqil bo'lamiz deb qo'pidi. Bularning huquqini berganlik bu Xinjiangdan deydi. Ular Xinjiangdan ayrilib qolganlik debchi. Buningga qattiq qarshi chiqib, buni qat'iy bermaydi. Shuning bilan bir yana ig'ir bostirish davom qildi ekanda, Xuyaobangning huquqini avtadigan. Shu ashta bo'lgandan keyin 90-yilga kelganda 1990-yili Barindagi xalqimiz bu qo'zg'olon ko'tardi shu vaqtda Qizilsuv Qirg'iz avtonom rayonida Barin. Shu yerda qo'zg'olon ko'tarib Xitoyningki mustamlikasiga qarshi chiqdi. Barin inqilobi tunji qitim bütün programmaları, nişanları, çoxum mustaqil bo'lmasak bo'lmaydi degan hammani asli planları, şuarları aniq bo'lgan bir qo'zg'olon, ya'ni tashkillangan. Bular başta şu planlıq doğut, başta ölmeslik planı hammasi qarşı chiqqan, ama buningda ilqi hamma narsa programmaları aniq bo'lgan, mustaqillikni aniq o'ttirib qo'ygan, masalan ko'k mundaq lozungini Sharq Turkistonning mustaqil bo'lishi kerak degan lozungini Xitoyninki polis stationlarini egallab shu yerga osgan. Yaqinqi zamondagi mushunda bir qo'zg'olon ekanda Barin inqilobi. Men sizlarga u kitobimga Barin inqilobidagilarga burun qatnashganlarni intervyu qilib, shu vaqtida shu Zayniddin Yusufniki Xitoy hukumatining oldiga kelib o'qigan xitobaga sungan. Günahsız bu vaqtlar hamma yerda, günahsız bu vaqtlarni o'ltirish jinoyati hamma yerda bo'lyapti. Nima uchun Xitoy günahsız bu vaqtlarni anasının qo'sig'idan tug'ilmay turib o'ltirvatsa buning jazosi berilmasligi kerakmishmi? Sharq Turkistondagi Uyg'ur va turk musulmonlar deydi. Nima Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk musulmonlar East Turkiston is the land of. Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk musulmonlarning yeri deydi. Nemişke biz özümüzden yeriga özümüz Xitoy tajovuzchilariga taksi to'lashimiz, ya'ni baj to'lashimiz kerakkan. Biz Xitoy tajovuzchilariga, Xitoy hukumatiga har qanday baj to'lashni, aşağıya ishlashni, bekorga ishlashni, qulluq emgakni hammani rad qilamiz deydi. To'lamaymiz, rad qilamiz. Biz Xitoy hukumatini aşağını to'xtatishni talab qilamiz, qulluq emgakni to'xtatishni talab qilamiz. Andan keyin planlıq tug'ut population control deydi. Planlıq tug'ut cheklashni to'xtatishni talab qilamiz. Xitoy hukumati bizning bolalarimizni, bu vaqtlarimizni o'ttiryapti. Xitoy hukumati agar nopusni kontrol qilaman desa, nemishga Xitoy ko'chmanlarini bu yerga Sharq Turkistonga akirdi unda qadam. Xitoy hukumati, Xitoy tajovuzchilarining, ya'ni Xitoy ko'chmanlarining deydi. Xitoy ko'chmanlarining Xitoy ko'chmanlari Sharq Turkistondan chiqib ketish kerak, shartsiz. Sharq Turkiston independent Chinese government its party. Biz Xitoy hukumatining, Xitoy Kommunist partiyasining va Xitoy askarlarining Sharq Turkistondan darhol shartsiz chiqib ketishini talab qilamiz. Biz Xitoy hukumatiga urush e'lon qilamiz. Planlıq tug'utni va qulluq emgakni yurgizayotgan bu Xitoy hukumatining bütün qilmishlariga urush e'lon qilamiz. Xitoy hukumati nimani to'xtatsin debdi shu vaqt. Buni o'tirib qo'yibdi. Nuclear testing, yadro sinoqni bizning vatanimizda ip berilayotgan yadro sinoqini darhol to'xtatsin. Deb mushunda Barin inqilobi mushunda narsa o'tirib qo'yilganda. Lekin bu keyin bizga bundaq mustaqillik inqiloblari yakandimi bo'ldi? Masalan 2014 biz buni guvoh bo'ldik-ku, Xitoy qirvatdi shu vaqtda yakanmi? Aniq yakandiki shu qo'zg'olon qilganlarmi aniq mustaqillik talab qilgan ekanda. Shu bilan bunday mustaqillik harakatlarimiz davomli bo'lib turdi. Xitoy buni pek qattiq bostirib ketgandan keyin, qon to'kilish pek ig'ir bo'lib ketgandan keyin, bu xalqqa hech qanday yordam kelmagandan keyin
Şərq Türkistan xalqı biraz strategiyasını, yəni çoğ qo'zg'olonlarda biraz strategiyasını o'zgartib, yəni bevosita mustaqillik talab qilmay, Xitoydan mushu bizning haq-huquqlarimizni bersa, barobarlikni bersa, avtonomiyamizni bersa degandek mushunda talablarni qilib qo'zg'olon ko'tardi. Masalan, G'ulji vaqasini bilsizlar, G'ulji vaqasi barin inqilobdek bütün programmalar aniq, hamma narsani yezib chiqib, biz cho'qim mustaqil bo'lishimiz kerak deb munda bir organiz shaklda bo'lmagan, mashrab tufaylidan, ya'ni mashrabni cheklaganlikdan, o'shadagi Uyg'urlarni yig'ilib mashrab qurishi, mashrabni bilsizlar, shu vaqtlar cheklagandan keyin, undan keyin u ballarni mashrabning boshlarini dinni nima tabliqlarni ipagan ballarni bularning hammasini Xitoy tutib ketgandan keyin bu yosh bolalar Xitoy hukumatining oldiga berib tutib ketgan bolalarni qo'yib ber deb boshda namoyish qilgan. Boshdagi namoyishi shuna boshlangan. Keyin bu zo'riyib bular Xitoy qarshi chiqqan bilan masalan mustaqil bo'lamiz deb shularni to'lg'anlarmi bor ekan ularni ichida, lekin maladek aniq bir programmalarni, planlarni cho'qim mustaqil bo'lish uchun qilyapmiz bu ishni deb tuzib chiqib, keng ko'lamda bunda qilingan harakat emas ekanda. Undan keyin bolalar u yerda G'ulji vaqasida qatnashgan bolalar biz Xitoy hukumatini e'tirof qilmaymiz deb shinfinjonglarni, idlarni tashib o'tadi, chapallarni sep tashib o'tadi, Xitoy markasi va chapallarni Xitoyning kiyimini kiymaymiz deb qarshilik ko'rsatdi. Bir qarshilik shaklida paydo bo'lgan. Boshdan plan tuzilib, bu qarshilikqa zodi biz mustaqil bo'lmasak bo'lmaydi degan organizatsiyalar anda barin inqilobdek aniq o'tirib qo'yilmagan. Ammo G'ulji vaqasimi qarshilik shaklidan, ya'ni Xitoyni e'tirof qilmaydiganligi bu qarshilikda aniq ifodalanib ketgan. Buningdimi ya'ni butunlaylik beshidan cho'qim mustaqil bo'lamiz deb chiqmagan bilan xalq u yerda boshda nimalarni qo'yib bersin, bizning u huquqimizni bersin, bu huquqimizni bersin degan bilan Xitoy bostirgan siri G'ulji vaqasiga qatnashgan xalqning, bolalarning, yoshlarning ko'lami ko'paygan siri ular masalan boya degandek shinfinjonglarni tashib o'tib, chapallarni sep tashib o'tib, Xitoy hukumatining mustamlikachisiga qarshiligini bildirgan ularmidi. Endi işte bir aralashib ketgan shaklda bo'lgan, nima formal shaklda bo'lmagan bilan. Undan keyin bu nima masalan Urumchidagi qo'zg'olonmi shu vaqtida masalan mustaqil bo'lamiz deb chiqqan emas bolalar ko'chaga. Xitoyning qizil bayrog'ini ko'tarib chiqqan boshda. Bizga adolat kerak deb Shavgan vaqasidan chiqdi. Adolat kerak. Bu adolatni yirik keltirsin, bizga barobarlik kerak deb shunday chiqdi. Undan keyin bu Ilhom To'xtining ideologiyasiga qarasaqmi, men kitabimda Ilhom To'xtining ideologiyasini yozdim. U Xitoyniki Ilhom To'xti shu Xitoyniki nimalarni tarbiyalab, ziyolilarni tarbiyalash orqali Uyg'urlarning ahvolini bildirib, Xitoyning qonunlari bo'yicha Uyg'urga Xitoyni shu Uyg'urlarga Xitoy xalqining besimini hukumatiga tushirish orqali Uyg'urlarga bir yaxshiroq kun akilish, ya'ni bir avtonomiya bo'lmasimi, bir azroq haq-huquqlarni ilish uchun tirishgan adam ekan, tirishganda Ilhom To'xti. Shunga u hatta İlham To'xti mundaq degan. Xitoy bizga bir maqolasida bor, men misol qildim. Bizning shu iqtisodini ham yaxshilab qo'ygan, masalan Uyg'urlarning yoki deydi-da, Shinjongning deydi. Iqtisodini ham yaxshilash bilan masalani hal qilolmaysizlar deydi. Chunki bu yerda siyosiy bostirish bor deydi. Bu siyosiy bostirish xalqni siyosiy jihatdan ig'ir kontrol qilishni Xitoy hukumati to'xtatmay turib, yo'q qilmay turib, bu iqtisodni yaxshilab qo'ysanglarmi baribir deydi. Iqtisodni yaxshilamagan bu Xitoy. Bu nimani to'xtamaysizlar deydi. Undan keyin bu Ilhom To'xti Xitoylar bilan Uyg'urlar o'rtasidagi kultur bir-biriga tushunishni almashtirib, ya'ni Uyg'urlar unda Xitoy ta'riflagandek, Xitoy hukumati ta'riflagandek unda masalan Xitoylar bizni kavobchi, o'g'ri, yanchiqchi, terrorist, u bu deganlarning hammasi bunda emas. Uyg'urlar manda xalq, manda huquqlari bo'lmaganligi uchun mushta bo'lyapti. Biz shu Xitoyda yashashni xohlaymiz, biz mustaqil bo'lamizmi demidik. O huquqimizni, bu huquqimizni bersin deb o'ttirdan shunda salochish shaklida mushta bir ideyani vatanning ichida taratgan. Chunki uning boshqa shansimi yo'q Ilhom To'xtining. Uni ichida turib mustaqil bo'lamiz demaydi. Ya'ni boshdan kelayotgan kurashlarimizni ko'rib turdik, butunlay Xitoy bostirdi. Uning qo'ldan keldigini mushu bu endi mushu yo'l orqali qilsam, Xitoy ziyolilarini qoyil qilsam, Xitoy xalqini qoyil qilsam, Uyg'urlarga azroq bir yaxshi kun berilib qolarmikin degan mushta umidda tirishgan bir odam. Bir ziyoli qahramon professor buni aytganda shu bu hatta lekin bu mu Ahmed edi. Hamdamiz bilamiz Ilhom To'xtini Xitoy muddatsiz kesyapti. Ilhom To'xtining sotini ko'rsatdi u nimada ko'rsatgan vaqtda men shu vaqtda ko'rgandim videoda. Ilhom To'xti deydi. Ilhom To'xtini bo'lgunchi deb qaralaydi-chu, bo'lgunchi deb qaralab kesadi-da muddatsiz. Bo'lgunchi degan vaqtda Ilhom To'xti deydi. Men bo'lgunchi emas, sen bo'lgunchi.
Sizlar o'zinglar bo'lguncha bo'lmasanglar nima uchun hech narsa yo'q Bingtuanni agar Sharq Turkma Shinjang deydi. Xitoyning ayrilmas bir qismi bo'lsa, nima uchun Bingtuan qo'yisizlar bu yerga? Nima uchun Bingtuanni akirib butun askaringlarni akirib olasizlar? Men bo'ldimmi sizlarmi debchi mushta deydi. Demak bu yer aniq sening emas demakchi. Sening emas o'g'ashqa sen askarlaringni akirding deb ashta deydi. Uni men ko'rgandim. Undan keyin bu Ilhom To'xti bir survey olib bordi ekan shu vaqtida-chu. Bu nima survey degan Raysnash. Raysnash olib bordi ekan. Bu Raysnashda 4500 savaldek narsa chiqarib 312 adam qatnashadi ekan. Buningga Sharq Turkistonning 6 shahridagi odamlarni tanlab, randomly bundoq nima deymiz, chek tashlagandek tanlabchu. Ashta tanlab odamlarni intervyu qilgan Xitoyning ichki nima o'lkalarda yashayotgan Uyg'ur va Xitoylardanmi shu savollarni so'rab intervyu qildi ekan. Intervyu qilib bu chiqardi ekanki, shu vaqtdagi natija nima bo'libdi desa, 12 mundaq masalan bu Sharq Turkistondagi Sharq Turkiston xalqi, ya'ni Uyg'ur va boshqa Turkiy millatlar bilan bo'lgan bu Xitoyninki masalasi qanday bo'lganda avtonomiya berilsa hal bo'lamdi, mustaqillik berilsa hal bo'lamdi degan savol asoskanda buningda shu vaqtida 12 da 13% adam avtonomiya mustaqil bo'lmaguncha bu masala hal bo'lmaydi deb javob bergan debdi. Undan keyin Uyg'urlar bilan Xitoy o'rtasidagi masalaga 81,3% adam cho'qim yuqori darajalik avtonomiya berilsa hal bo'ldi deb ishondikan debchu ashta chiqaribdi. Ammo bu raysnashniki to'g'ri bo'lishi notayin. Chunki xalq u yerda kontrol ostida, Xitoyning kontrol ostida yashayotidi. Erkin so'zlash nimasi yo'q. Ya'ni cho'qim nurg'un odamlar rostini deyolmaydi-chu bu yerda. Shuna bo'lganligi uchun bu raysnashni kuchga ega deb qaramaymiz. Shaxsan men kuchga ega deb e'tirof qilmayman. Akademik jihatdami, chunki bu sharoit, ashunda bir sharoit ilib berilgan raysnashning credibility, to'g'rilik qimmati to'g'ri chiqmaydi ya'ni. Shundan shu bu Ilhom To'xtininki masalan avtonomiya olamiz deb shundoq nima qilganimi bir isbot endi. G'ulji vaqasimi, Urumchi vaqasimi vaqa deb olayman. Mushlarning hammasi masalan inqilobiy yoki Urumchi inqilobiy. Bularning barini inqilob hamda rasmiy, qurolliq, rasmiy chiqgan Xitoy deb qilgan. Ammo tinchlik bilan talab qilgan boshida G'ulji vaqasi bilan Urumchi vaqasi, qo'lida qurol yo'q xalqning. Tinchlik bilan o'zining talablarini o'ttirib qo'ygan bir protest shaklida ilib berilgan narsa. Shundan keyin Ilhom To'xtimi mushtaylik avtonomiya bersin, uni avtonomiyami demagan Ilhom To'xti uchun. Huquqni bersin, huquqni bersin Xitoylar bilan barobar yashaydigan yoki bir yaxshiroq muomalaga erishadigan, ya'ni bir siyosiy, ig'ir siyosiy kontrollikdan biroz qutulsin Uyg'urlarni. Bunda ig'ir siyosiy bosqinti yapmaslik kerak Uyg'urlarga degan mushta narsalarni o'tirib qo'ygan. Buning hammasini Xitoy ig'ir bastırıverdi. İlhom To'xtinimi muddatsiz kesiverdi. Demak, bu ahmidi. Bizniki bu avtonomiya talab qilib, avtonomiya yoki biroz huquqlarimizga erishgandan keyin, uningdan keyin Sharq Turkistonni mustaqil qilamiz, uningdan keyin kuchimiz bo'lganda mustaqillik talab qilishga bo'ladi degan narsalarning hech qaysi ahmidi. Da qirg'inchilik bo'lardi hozirda. Bu narsalar ahmoqlik uchun abay men deganday xalqaro sudki remedial session, ya'ni qanday xalqning nima mustaqil bo'lish huquqi bo'ladi deganda oxirgi solution, oxirgi tadbir, ya'ni oxirgi chora demdik. Oxirgi chora bo'yicha bu avtonomiya deganlarning hech qaysi ahmidi, huquq deganlarning hech qaysini bermadi. Hammasini sinab baxtdik biz. Hozir bizning masalan bularni ko'tarib chiqib, biz sinamayli chiqiblam, yo'q biz mustaqil o'tib deb turibmiz. Xitoy uni beray, buni beray desimi, yo'q deb unimay turibmiz yo'q. Biz hammani sinab baxtdik. Ahmidi oxirgi chora mustaqil bo'lishimiz kerak degan ma'noda turishimiz kerak. Chunki bizning ashu davrimiz hozir. Endi masalan men o'tgan Quebecni misol qildim-ku, Kanadani. Masalan Quebec unda deyolmaydi, chunki Kanada men sana Kanadadagi boshqa xalqlardanmi yuqori huquqlarni berdim deydi-da. Bütün huquqlaring bor. Yana nimaga mustaqil bo'laman deysan deydi. Supreme Court ashunda qaror chiqadi. Masalan, birinchidan sen bu Kanadada yashayotgan barliq Kanadaning citizeni bilan o'xshash huquqing bor deydi. Uyg'urlarning bormi? O'tgan qitim, ikkinchi qitimlik darsimda men so'zlab o'tdim. Qat'iy Xitoyning bir fuqarosi nimasida yo'q, ya'ni grajdanimi hisoblanmaydi Uyg'urlar uchun. Uning ustiga unudimi o'tab qirg'in qilinyapti.
Şunun grajni yani bir Xitayning bir davlatning yani puhrasi bo'lish uchun nimalar, qanday sharoitlar bo'lish kerak, qaysi shartlar bo'lish kerak deganlarga qaysi Uyg'urlar tushidi, nimish qandaqsiga buning hammasiga Uyg'urlar tushmaydi, nimishga tushmaydi deganlarning hammasini men o'tgan qitimda so'zlab o'tdim. Shuningga bu yerda bizningki mustaqillikdan boshqa yo'limiz yo'q deyishimizga sabab bu. Bu bir quruq shivar emas. Bu ma bosqichlarni xalqarada qanday argu qilamiz yani. Nim deb debate qilamiz degan narsa. Bu o'tib ketgan narsani yana manchilik huquqimizni ba'si bo'ldi. Mustaqil deb quruq shivar to'lab qo'yganga olalamdinglar. Mustaqil deb shunda to'labla o'tirsizlar. Bu to'lg'anlik emas. Bu yerda to'lg'anlikning ishini qilyapmaymiz. Biz bu yerda xalqaro qonunlardagi faktlarni, tarixiy faktlarni, nim bo'lgan biz o'zimizning isbotini, dalillarni o'tirib qo'yapmiz. Nima uchun hozir mustaqil bo'lmasak bo'lmaydi? Chunki biz uning hammani sinab bo'ldik. Onun ustiga bularning hech qaysi ahmidi. Onun ustiga Xitoy va Amerikadagi yoki boshqa davlatlardagi bir demokratik davlat emas, avtonomiya desa beradigan. Bir diktator davlat avtonomiya beramda buni isbotlab bo'ldi. Tibatgami, Uyg'urgami, Sharq Turkistondagi butun xalqlarga buni isbotlab bo'ldi. Xitoy avtonomiyami hech qanday huquq bermaydiganligini, ya'ni diktator bostirib nim qildigan bir davlatligini isbotlab bo'ldi-da. Şunga bu ahmaydigan, ya'ni vaqti o'tgan, sinab isbotlanib bo'lgan ahmaydiganligi. Narsni yana qayta ko'tarib chiqishning qat'iy o'rni yo'q. Andan keyin bu Xitoyning o'zining qonunlarining Xitoy hech qaysiga amal qilgani yo'q. Masalan, Xitoyning bu men qanchinchi chapterda, mana kitobimda 8-chapterda Xitoyniki qandaq qilib, qandaq ahmaydiganlik, o'zining qonunlarini qandaq ahmaydiganliklarini tafsil yozdim. Ammo uni bu yerda bugungi darsda so'zlamayman, chunki muhim emas. Sizlar bilasizlar Xitoyniki qonunlarini hech qaysiniki, hatto Sharq Turkistonni shu tegi-tegicha bu Sharq Turkistonni kontrol qilganda, masalan, diniy sistemlarimiz, maktab, ma'rif, butun doktorxona damdi shu bütün sistem var, bütün sistemni Sharq Turkistonning iqtisodiy sistem, kultural sistem hammani egallab bo'lmay, o'ylargacha shaxslarning kallasigacha egallab ketdi Xitoycha hozir kontrollikni manda darajadan tashqari oshirib qolgan ahvolida u mumkin emas. Xitoyniki bir mundaq huquqlarni talab qilsak, huquqni talab qilsak, shu huquqni Xitoy bersa deganlik xuddi nima deymiz, Xitoyniki rahim shafqatini tilagandek bir ish bo'ldi. Endi bizning vatan sirtidagi da'volarimizmi bir xil parallel shaklda-chu. Hozir qarab boqay, nimaga vatan ichidagi mushu kurashlarimizga parallel shaklda vatan sirtidami bizning da'volarimiz, ya'ni Sharq Turkiston qanday bir nimaga erishish kerak degan narsa davomlashib keldi. 1950-yillardan boshlab Uyg'urlar shu O'rta Osiyoga va Turkiyaga qochib chiqishga boshlab davoni shu taraflarda, masalan, Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun da'vo ilib borgan. Men bu yerda Turkiyaga qochib kelgan Muhammad Emin Bug'ra bilan kitobimda İsa Yusuf Aliptekin to'g'risida to'xtaldim. İsa Yusuf Aliptekin o'z vaqtida Gomindanga ishlagan ekan. Gomindangning sodiq adami hamdi. Buni G'ulom Hoji apandim kitobida yozibdi. Shunda sodiq ekanda Gomindanga ashta ishlagan, lekin u odam chunki u odam kommunistlarga o'chgan. Shuningga u Gomindanga bek sodiq ishlab, u bizningki bizning vatanda qurilgan Stalin desteklagan, Sovet o'z vaqtida desteklagan u ikkinchi qitimliq jumhuriyatimizni qo'llamagan odam ekanda bu. Shuni Gomindanga bek sodiq ekan, ammo bu odam Turkiyaga Muhammad Emin Bug'ra bu ikkisi Turkiyaga kelgandan keyin, ammo bu odam Turkiyada burunqidek yilqi masalan avtonomiya ba'si bo'ldi deb Gomindangdan avtonomiya so'ragan odam ekan-chu bu. Unda deb so'rmasdan u strategiyasini butunlay tegashtirib, hatto Sharq Turkistonlar emas, G'arbiy Turkistonning o'zgirligini, ya'ni mustaqilligini talab qilgan ekan, chunki Turkiyaning ta'sirida, Turkiya hamda G'arbiy Turkistonning Rusdan mustaqil bo'lsin deydi-da. Kommunistga qarshilar bu odamni Turkiyada qo'llab, shuning bilan bu odam Sharq Turkistonlar emas, hatto O'rta Osiyoga Rus besibgan butun ziminlar, Turk zimini hammasi mustaqil bo'lish kerak degan ashta narsani o'tirib qo'ygan ekan. Endi mau 1969-yili mencha kechikib avatib kechikib talab qilgan deb o'ylab qoldim. Men hozir Mishadni topay, kitobimga kirgizib qo'ygan xitini sizlarga tarjima qilib beray bu odamniki. Bu odam shu vaqtlarda masalan İsa Yusuf Aliptekin Bandan konferensiga qatnashgan ekan, Hindistondagi 1960-yil bo'lgan. Undan keyin musulmonlarniki Karachida etib borgan shu dunyo musulmonlar konferensiga ashunga qatnashgan.
shuniki ashundan qatnashganki uniki Makkadagi mazlumlar degan shularning hammasi qatnashganki anikin umumiy islom konferensiyalarning jiqiga hammasi qatnashib jiq tashviqot ib borganki hozir Ro'sha Abbosdek jiq hammadik narsalar qatnashibchi unutgan bu odam nima qilganki bu nima Captive Nation Week degan bu Amerika Captive Nation Week'ni o'tkazib nurg'un davlatlarni Captive Nations degan nima deymiz nima deb tarjima qilamiz deb tarjima qilamidimi qaysinglar tarjima qila olasizlar Captive Nation deganni Osoratli xalqlar ashtam mustaqillik ashtamush onunga tam çıkıp ketmeyken herhalde aşındarak bir ma'nosi var endi shu nima deymiz elib ilingan jul bilingan degandek shu week ashta bir haftasi o'tkazilib Amerikadachu 1959 shunda bir hafta o'tkazilgan vaqtida bizning Sharq Turkistonni uning ichiga kirgizmayotgan Amerikachu kirgizmagandan keyin bu odam norozilik bildirib bu nima xat yozib nima arz sunudi ekan Isa Yusuf olib tekin man u arzini bu arzi hozirmush Amerikaniki Wilson Center'niki man nimasida saqlaqliq ekan tarjimasini tatib asl nusxaga man buni tarjimasini kirgizib qo'ygandim kitobni 1 minutda man sizlarga izlab tepib o'qib beray nima deb arz sunganini dunyodagi erkin davlatlar deydi erkin millatlar o'zininki huquqidan ya'ni good office'dan foydalanib u vaqtda Tayvanni e'tirof qildi-ku bular 70 yilga qadar Xitoyni e'tirof qilmagan Tayvan BDT bo'lgandan keyin mushu Tayvandagi National Chinadan deydi Kuomintang demokratik China bor shulardan Sharq Turkistonni mustaqil deb e'tirof qil deb shunga majburlash kerak deydi agar shunga majburlagan bo'lsa shu masalan shu vaqtdagi nationalist hukumatmi e'tirof qilayotgan bo'lsa bu xili bir cho'ng ish bo'ldi bizga shu e'tirof qilishga bisim qilish kerak deb birinchi talabi shukan ikkinchi talabi that the nations of the free world especially Muslims try to bring problems bütün dunyodagi davlatlar bo'libmi musulmon davlatlari Sharq Turkiston masalasini deydi BDT'ga ya'ni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ichiga debate talash tortishiga BDT'dagi talash tortishga Sharq Turkiston masalasini qo'yish kerak bütün davlatlar va musulmon davlatlar deydi andan keyin Xitoy mustamlikachilarining Sharq Turkistonda mustamlika qilishiga protest etilishi, qarshi turilishi kerak deydi. Undan keyin genocide deydi. Qirg'inchilik va u yerda bo'layotgan zulm ig'ir tanqid qilinishi kerak debdi. Undan keyin that academic institute to be found. Undan keyin bir akademik bizga alqamish Amerikan demoqchida Sharq Turkiston masalasini tadqiq qiladigan bir akademik institut qurib bersin debdi. Biz şunu kurduk Necat'tan. Bizge pul yok kurup durduğun bir aya yok. Özümüz kurduk. That a freedom movement for the people of East Turkestan be sponsored deydi. Ondan keyin yana deydi Sharq Turkiston xalqining erkinlik harakati freedom movement of the Sharq Turkistan sponsorlikqa erishish kerak deydi. Ya'ni bir davlat qo'llab-quvvatlab sponsorlik. Qanday sponsorlikni demabdi, iqtisodiy sponsorlikdan bo'lamdi, diplomatik bo'lamdi, qurolliq bo'lamdi, buni demabdi. Sponsor berish kerak debdi. Ondan keyin Sharq Turkiston surgundagi xalqlarning debdi refugee xalqlar bor Sharq Turkistondan qochib chiqqan xalqlarning bolalariga har xil davlatlarda dunyodagi o'qishi uchun scholarship ya'ni o'qish mukofot puli berilishi kerak debdi. Shu ekan bu odamning talablari. Lekin u vaqtdagi vaziyat shunday ta'tir vaziyat. Nixon berib 70-yili Kissingerning talabi bilan Tayvanni nima qilmay, e'tirof qilmay, Xitoyni BDTga kirgizib, Xitoyni nima qilib, Xitoyni BDTga e'tirof qilib davlatda. Xitoy bilan munosabatini yaxshilagan yilchu. Shuningga bu odamning bu talablariga Amerika qarabmi qo'ymagan, hech narsa qilib bermaganda, chunki biz bunda qilsak Xitoy bilan bo'lgan diplomatik munosabatimizga ta'sir yetadi debchu. Demak, hamma davlat o'zining manfaatiga kelganda hech narsani qilmaydi. Agar mushu talablar o'ylab qoldim, masalan, Xitoy bilan yomon vaqtlarida 1900 bu odamlar 50-yillarda qochib chiqib ekan, 60-yillarda mushu talablar sunilgan bo'lsa, dal Xitoy bilan Amerika yaxshilangan vaqtga to'g'ri kelib qolmagan bo'lsa, qanday yaxshi bo'ldi deb o'ylaydi odamchi. Shu vaqtda masalan, balki Amerika yordam qilishi, balki nurg'un ilgirlab ketishimiz mumkin. Undan keyin
Dünya Uyghur Qurultayının quruluş jarayonini bilsizlar, qanday qilib Yoshlar Uyg'ur Qurultayı National East Turkestan National Congress degan narsa yo'qolib ketibdi. Yoshlar Uyg'ur Qurultayı bilan birlashtirib Dünya Uyg'ur Qurultayı qilib etibdi u narsalarni. Keyin bular shuning bilan Germaniyada qilamiz deb Germaniyaga ko'chib chiqib markazini da, anandan keyin nemisini strategiyasini burunga qaraganda burun masalan shu cho'qim masalan abay o'qib berdim-ku erkin İsa olib deganning xitini. Unda shaklda emas, boshqa bir shaklda apmang'ini boshladi. Dünya Uyg'ur Qurultayının qandaq shaklda ketayotganini sizlar bilsizlar. Undan keyin mayli yana biroz deyman. Ondan keyin Mehmet Emin Bug'ra to'g'risida ozroq deb beray. Bu odam Mehmet Emin Bug'ra masalan Gomin mushad men bir xitini kirgizib qo'ydim. Bu odamning xitini tepib o'qib beray. Bu adamninki hamana topdim. Tayvandagi Tayvandagi Yo'lbarisxon deb birisi bor ekan, u shu Tayvanninki panohligiga erishgan Uyg'urlarning nimasiga. Shuningga xat yozib 1954-yili shuningga yozgan xat ekan. Bu mu arxivlarda saqlangan ekan. Bu xatni asl nusxa, ama xatlarning hammasi. Bu xatdimi shu yozadi ekan Mehmet Emin Bug'ra Tayvanninki Türkiye'deki bir konsulatla görüşken vaqtida aşı xatda deydi ekan, "Mau Mehmet Emin Bug'raga sen nimishki mustaqillik talab qilsa deb shu vaqtdagi Gomindan hukumati bisim qildi ekan, bisim qilib, sen mustaqillik talab qilma, nim deb mustaqillik talab qilsa, bizning qanday kuchligimizni ko'midingmi? Biz Xitoylar Gomindan, biz Xitoylar shunda kuchlik debchi u vaqtida bedetdimi, bularni e'tirof qildi Gomindanni. Qaysi olsun baribir demakchi-da, o'zini biz Xitoylar shunda kuchlik sizlar qanday mustaqil bo'la olayotdinglar, o'zing yaxshi qilmaysa mustaqillik talab qilsang deb shunda bisim qildi ekan bu odam. Shu bu odamning bak ochiq kelib ketib, bizning uningga bergan javobi shu vaqtida, our independence moment is not something that has just begun today deydi. Bizning mustaqillik harakatimiz bugun boshlanib, tunugun paydo bo'lib qolgan bir narsa emas. We started doing this 22 years ago. 22 yilning oldida boshlagan biz. This is not some empty rhetoric. Bu senin ağzınla onu deme, bunu deme deydigan bunda bir retorik bir nazariya bir narsa emas debchim. Bu degan haqiqiy bir urush sizlar bilan bo'layotgan. Bu tajovuzchilarga qarshi bo'layotgan urush deydi. Bunu sen undaq deme, bunda deme diyemeysen, biz nim bulup ketişimizden qat'iy nazar, biz vatanimizni erkinlikka erishtirmaguncha hargiz to'xtamaymiz, hech qanday bedel to'lashdan yonmaymiz deydi. Muşta dedim deb o Tayvandagi konsulat adam avatib buni ko'rishga vaqtda mushunda aniq maydonni o'tirib qo'ygan Muhammad Bug'ra. Undan keyin men mushundaq dedim deb Tayvanda turgan, Tayvanning panohligiga erishgan Yo'lbarisxonga bu xalqning bu nima degani, bular bizni boshda bizning mustaqilligimizni qo'llaymiz degan deydi. The best sort of solution is the Chinese government to take benign stance supporting the Xinjiang. We think that our liberation is in the interest of the both sides. Şu bular biz qo'llaydigandek to'g'rimda bular qat'iy qo'llamayotgan bizni mustaqillik dema deb mushtabisim qotdi. Men mushundaq dedim. Bular bizningki agar biz mustaqil bo'lsak har ikki taraf yaxshi bo'ldi, bo'lmasa bu mumkin emas, bular bilan bir puchimiz pishmaydi degan ma'noda bu Yo'lbarisxonga xat yozdi ekan. Yo'lbarisxon bu odamga nim deb javob yozdi, qaysi maydonda turdi, uni o'qimayman, bilmadim, uni topolmadim men, ammo shu Mehmet Emin Bug'raning mushta xati bor ekan. Demak shu boshdagi bizning da'volarimiz mana haqiqiy mustaqil bo'lmasak bo'lmaydi degan mushunda aniq maydonda turib qilingan ekan Turkiyadagi da'vo. Keyin Germaniyaga ko'chgandan keyin Dünya Uyg'ur Qurultayı o'zgargandan keyin Dünya Uyg'ur Qurultayı qandaq o'zining strategiyasini biroz yumshoqlashtirib apmangan ekanda. Promoting bular demokrasiya, bizga demokratiya kerak, inson haqlari kerak, diniy erkinlik degandek nurg'un haq-huquqlarni, avtonomiya deb ochiq demisimi, mushunda bir shaklda, chunki bu bir tashkilot degan mushta bo'ldi degan. Ammo o'zining nizomnomasida, o'zining veb-saytida Sharq Turkistondagi butun xalqqa vakillik qilgan eng chong birdan-bir tashkilot deydi o'zini. Ammo nimalarni yo'lini, ya'ni kurash, da'vo qilish yo'lidagi apmangan proyektlarni mushunda tinchlik, demokratik ma'noda demokratik bir Sharq Turkistonning demokratik taqdirini, Sharq Turkistonning taqdirini belgilash uchun mushunda demokratik va tinchlik shaklda kurash qilamiz deb mushunda proyektlar bilan apmangan. Lekin bunda bo'lishidimi, bu Dünya Uyg'ur Qurultayining bunda bo'lishidimi sabab bor. Chunki davlatlar biz mustaqil bo'lamiz deb shunda masalan shu
İsa Yusuf Alıp'taki mühendisi neçə yıllardan beri küreşken bilen mesela talay ta'tir kep kaldı deyişki doğru keldi 1970 yılkin devletler kollamaydı ki hala deyişki bulmaydı yani Amerika'nın kollamaganını çu uçakla. Çünkü Nixon bilen Xitay yaxşılaştı emasmı? Şu vaqt doğru kep kalgan. Ama devletlerin münasebeti yaman bolgan bolsa belki iş başqaça bolgan boldu Xitay bilen. Ama bu Uygurlar yani Şarkı Türkistan davacılar, Şarkı Türkistan'ın davasını kılıp atkan rehberler biz bundaqalıqı müstaqillik davasıq axmaydı ekan. Yani dövlətlər bunun yardım qılmaydı ekan. Bunisi Xitay bağlansır küçüyüp ketkin turdu. Hammasi Xitay bilan yaxşı münasibət qilib ketkin turgan ekan. Bizdə pul bolmasa, resurs, yani mənbə bolmasa, bizni qo'llaydigan bir yer bo'lmasa biz davoni cho'ngaytolmaymiz ekan deb biz avval shu bundoq qilib mustaqillik deb o'ttirg'i chiqsak hech nima qilolmaydi ekan uni qo'llashga erishaylik bu davlatlar diplomatik munosabatlarni buzmaslik uchun bu Xitoy bizniki mustaqil bo'lamiz desak buni qo'llamaydigan bo'lgan ekan biz mushta demokratiya inson haqlari desak uning Xitoy bir nima deyamaydi bu chunki bu prinsip xalqarodagi sen har qanday odamning inson haqlarini berishing kerak desa buni har qanday davlat qo'llaydi deb bular mushu demokratiya inson haqlari degan diniy erkinlik u bu degandek haq huquq degan yo'lda manganda mushta mangan ekan undan keyin bu bir ya'ni pul manba qo'llaydigan yer tepish uchun chunki deymizmi davlatlar va tashkilotlar yani NGO'lar yani hükümetsiz teşkilatlar bular şu ochiq oshkora masalan NED'ni demdik o bir teşkilat yoki masalan Human Rights Watch demdik Amnesty demdik bular hammasi bizning masalamizning degan vaqtida biz undaq mustaqillik deb siyosiy narsa kirmaymiz deydi-chu. Şununla bular qo'llashga erishish uchun Dünya Uyghur Qurultiyi Sharq Turkistondagi masalan Turkiyadan taraqqiy qilib uzun yillik tarixi bor, g'arbga ko'chgan birdan bir tashkilot, ammo strategiyasini biroz tegashtirgan ular. Almashtirib, ya'ni mundaq bir xil yumshoq yo'lni tutganda. Undan keyin uning ammo Dünya Uyghur Qurultiyining ichidagi ba'zi odamlar u rahbarlari va hatto uningdanmi to'van tushib, u nemisiga erishish uchun huquqlarida masalan ba'zi ashtaqlarmi bor masalan ularning ichida-chu masalan biz Xitoy bizlar negotiate ya'ni kelishimga o'tdamaydi agar biz mustaqillik desak bak qattiq turib olsak bizlargiz kelishimga o'tdamaydi debdi-chu shuningga biz mandaq inson haqlari u huquqimiz bu huquqimiz deb Xitoy bilan boshda kelishimga o'tirdiganning ishini qilamiz deydi. Bu men shaxsan bu bak kulgilik deb o'ylayman chunki bu yerda Sharq Turkistonniki xalqi Sharq Turkiston xalqi o'zininki haqiqiy ya'ni haqiqiy orzusini mustaqillik orzusini u Xitoyning zulmi ostida yashayotgan bir xalq bo'lgandan keyin u yerda ifodalayolmaydi. Uni Sharq Turkiston xalqining orzusi mandaq andaq deb ikki tok odam vakil bo'lib Xitoy kelishimga o'ttirdi, manda desak o'ttirdi, anda desak o'ttirdi deganmi ahmoq gap. Kelishimga o'ttirdigan ishi bo'lsa Ilhom To'xtuningki ideyasini bostirmaydi Xitoy uchun. U Xitoy mumkin emas chunki Sharq Turkiston butunlay Xitoyning qo'lida. Hamma nimasini olib bo'lgan bu teshib turgan odamlar bilan kelishimga o'tirib sen nima istaysan, ben demissan beray deydigan bir holda emas Xitoy chunki tarix buni isbotlab bo'lgan. Bayam sözüldüm bunun emasligini. Şununla bu iliqi bek kulkilik ahvol. Üçüncüden nima o'zininki Dünya Uyghur Qurultiyi mundaq bir davlat qurimiz, ya'ni davlat strategiyasi deganda kelgusida bir masalan kelgusi hozir manda yo'lda mengib biz manda harakat qilib kelgusida kuchlanib olganda mustaqillikni shu vaqtda deymiz bu degan bir jarayon deydi undan so'ng u jarayondami kelgusidagi bir mustaqillik nishonini yoki shuningki base'ni bular texi o'ttirg'i qo'ymagan bularniki masalan ishki jihatdan qo'yuqliqmi bilmayman lekin bularning e'lon qilingan Dünya Uyghur Qurultiyining e'lon qilingan bir strategiyasi yo'q ya'ni institution qurish kerak bir mustaqil nemisini kelgusi qarab mağadigancha bir organized institutionları onundan keyin bir political partiyalarni qurish kerak undan elected officialları masalan electionlari haqiqiy demokratik shaklda bo'ldimi bo'lmadimi bu narsalar undan keyin haqiqiy xalqning politikal siyosiy orzusiga vakillik qiladigan liderlari bularning hammasini tashkillab etmangan manda bir strategiya planini e'lon qilmadi bular qilmag'ini rost e'lon qilmadi men masalan bilsizlar balkim ichida bormi bilmayman ammo doktor Erkin Akramniki shunda bir yaqinda yana o'zgartib qilgan strategiyasi bor ekan uni men qisqartib kirgizib qo'ydim kitobimga birinchisi shu milliy Sharq Turkiston xalqining ya'ni buningdagi birinchi strategiyada milliy national identity deydi diasporada ya'ni ichida qilolmaymiz diasporada Sharq Turkiston xalqininki milliy kimligi
davlat bo'la oladigan bir millat kimligini tiklash degan strategiyaga birinchi bosqich shu debdi. Amaliyotda buni Dilyar qildi. Ben qildim desem bo'ldi. Men bir kitap yazdım nazariyasini Dilyar taqatdi. Amaliyotda yerimdagidek biz bu national kimlik identity'ni taqitish uchun xizmat qilyapmiz. Hozirgacha shuni qilyapmiz masalanda. Texnik kengaytirish uchun. Undan keyin ikkinchi bosqichida Erkin Akramning ikkinchi bosqichi masalan nim debdi, ne deyapti? İkinci bosqichida masalan nim debdi? Xalqni bexatarlikka erishtirish uchun kultural, diniy, mushta ishlarning hammasini anikin shu Sharq Turkiston xalqininki diniy, sosial, anikin kultural haq huquqlarga erishish uchun mushlarni qonunliq bir ashunda huquqlarni qonunliq kapolatlikka ega qilish uchun anandikin captive nation qilish uchun baya degandekchi captive nation degan kategoriyani ichiga kirgizish uchun qonunlarni davlatlarda ma'qullatib mushta xalqni bir qo'g'dinish kapolatiga ya'ni manda qonun bor bizning haqqimizda anda qonun bor deydigan bir qo'g'dinish kapolatiga ega qilish debdi ikkinchi bosqich uchun. Bu muhim. Buni masalan Dunyo Uyg'ur qurultiyi qilyapti hozir. Masalan, u yerda qonun ma'qultimiz, bu yerda qonun ma'qultimiz debdi. Lekin endi u qonunlarning jiqi yana xalqaro vaziyatga munosabatlik. U qonunlar ba'zida asqatadi, ba'zida asqatmaydi. Davlatlar munosabatiga asosan o qonunlar ishlanmasa, yo'lga qo'yilmasa, quruq qog'oz turadi, yo'lga qo'yilsa, amaliyotga oshadi degan gapda. Ondan keyin 3. strategiyasida Erkin Akram 3. bosqichida nim debdi desam, Sharq Turkistonninki masalan, hozirgi Dunyo Uyg'ur qurultiyini o'zgartib, National Congress qilib qurib chiqib, East Turkiston National Congress, ya'ni Milliy Kongress, Sharq Turkiston Milliy Kongress deb qurib chiqib, National Congress deb, Dunyo Uyg'ur qurultiyi deganni aytib. Ondan keyin Sharq Turkistonning kelgusidagi mustaqilligini belgilash uchun bir xizmat qilamiz degan shunda ekan strategiyasi. Ama bundan ki bu stratejiyani Doktor Erkin Akramniki Dunyo Uyg'ur qurultiyi amaliylashtiriyotamdi, qabul qildimi, qanchalik qildi, bu aniq emas. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Xitoyga masalan biza mundaq yumshoq approach, yumshoq muomilada bo'lishdiki bu sabablarni baya deb o'tdim. İnsan haqlari, u bu huquqlarni deb cho'qim mustaqil bo'lmasa qilmaydi, boshqa hech narsa talab qilmaymiz degan undaq bir nimada tug'un yo'q. Ammo Dunyo Uyg'ur qurultiyi tug'magan bilan o'zini birdan bir tashkilot deb hisoblagani bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi amaliyotda birdan bir tashkilot emas. Dunyo Uyg'ur qurultiyi birdan bir tashkilot emas deb yoshlar qurultiyi, Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi chiqib buningga imzo to'pladi. Xalqmi buni e'tirof qilib 10 mingdan ortiq imzo to'plandi shu vaqtida. Sen birdan bir bo'lib, vakil bo'lib undaq gap qilolmaysan deb to'pladi u imzoni. Ondan keyin mau sürgün hukumatning nizomnomalari bor. Nizomnomalarda ularmi cho'qim mustaqillik bo'lmaydi deb yozilgan nizomnomalarga Sharq Turkiston yoshlar qurultiyining nizomnomalaridan men misol elib kirgizdim. Bularning hammasi shu mustaqillik deymiz degan. Unkin miyada Sharq Turkiston sürgün hukumati qurilgan vaqtida Amerika qo'llab ekan. Bularniki Sharq Turkiston hukumatining mustaqilligini degan bir narsa bor. Men bu to'g'rida bir paket topolmadim. Ama Enver Turaniyga yozgan kimning xatiki qaraylar hozir. United State Department'dan kelgan Enver Turaniyga yozilgan bir xatni topdim. Xitoy va Mongoliya ishlarininki direktori ekan David Sedney degan odam yozgan ekan. Shu vaqtdagi bu xatni qancha yozgan ekansa 2001 20 Julay 7-oyning 20-si yozgan xat ekan. Bu xatda buni Enver Yusuf Turaniyni Sharq Turkiston National Freedom Center, ya'ni Sharq Turkiston Milliy Freedom Center vakanchi shu vaqtida. Shuning prezidenti Enver Turaniyga deb yozilgan ekan. Hargizmi Sharq Turkiston sürgün hukumatining prezidenti deb turib yozilgan xat emas ekan. Undan keyin bu xatda bu sizlarning mustaqilliklarini qo'llaymiz deydigan gapmi yo'q. Please be assured that the United States government is committed to protecting the fundamental human rights, the rights of freedom of association, assembly, religion, Uyghurs and other living in China. Amerika hükümeti basic, asasi insan haklarını, Xitoyda yaşayotgan Uyg'ur ve başka milletlarninki insan haklarını kapolatga ega bo'lishini talab qilamiz debchi, qo'llaymiz deb shunday yozilgan xatgan bu. Müştaq gapamdi. Şununla bizning kurashlarimiz da'vo, mushunda bo'lgan da'voning bosqichini deyishimdagi sabab ichi va tishi degan dedim. Ya'ni biz o avtonomiya degan
amalga oshmadi, mag'lub bo'ldik. Xitoy buni bermaydiganiga yetdik. Bu Xitoydan so'rab oladigan narsa emas huquq degan, chunki Xitoyning davlat xarakterimi buningga tushmaydi. Shuning bu mumkin emas narsa. Shunga bu mushuni olsak, uningdan keyin biz yana mustaqil bo'lamdikki degan ma'nosini kallamizdan chiqarib etishimiz cho'qim mustaqillik bo'lishi kerak. Mama qonun bo'yicha miyada bir genosid bo'latidi. Sen munda besib olgan, sen bir mustamlikchi, xalqarodagi davlatlar Xitoyning mustamlikchiligini e'tirof qilish kerak. Bu qonunlar bo'yicha va bu genosid qonuni va abay degan men remedial secession, ya'ni bunda qirg'inchilik uchrayotgan millat qanday sharoit ostida mustaqil bo'ldi degan qonun bo'yicha mustaqil bo'lish kerak degan narsani o'tirib qo'yish lozim deb qarayman. Xitoyninki o'zininki avtonomiyasi amalga oshmadi, u qonunlari bu qonunlarning hech qaysini yurgizmadi deganlarni, u qonunlarning hammasini misol qilib kitobimda qanday amalga oshmagan, Xitoy qaysi qonunlari o'zining qonuniga o'zi qanday yuzsizlik qilgan, hatto shu butun o'zining qonunida kirgizib qo'ygan haq huquq avtonomiya deganlarni nima uchun bermagan, bularning hammasini yozib qo'ydim. Bularni bugun mening bu yerda so'zlashimning hojati yo'q. Endi hozir men Sharq Turkistonda mustaqil bo'lishninki masalan kitobimda 3ga bo'lib yozdim buni. Qonuniy taraflari, ichki taraflari va tashqi taraflari debchi. 2ga bo'lib yozdim. Masalan, hozir qarab baqsaq, bu yerda o'tab ketdik, biz avtonomiya talab qilib baqdikmi yoki davomli mustaqillik talab qilib keldikmi deganlarning bularning hammasini so'zlab bo'ldim. İçimizde kurashlar qanday bo'lgan, buning hammasini so'zlab bo'ldim. Endi mundaq bir narsa bor. Mana avay dedim-ku men International Adolat Xalqaro Adolat Sudininki sizlar qarab baqsanglar bo'ldi. 36-moddasining 2-paragraf, ismi 36-2 to'g'ri. Shuningda masalan shuni o'qib baqsanglar, bu modda nima deydi? Masalan, bu moddada qanday xalqlar mustaqil bo'ldi, qanday degan nim deb yozgan shu moddada deganda men hozir tarjima qilib beray. Bu modda qarsanglar, ichib hozir Google qila olsanglar, kirib ash moddani tepib qarsanglar bo'ldi. ICJninki 36 International Court Compulsory Court 36.2 ga qarsanglar bo'ldi. Google qilib tepib BDTning bitiga kirib qarsanglar. Bu moddada nima deydi degan mana deydi. Tüvendikdek türlerde deydi. Kanuni talaş tartışlarda mesela, international kanuni, xalqaro kanuni kelishimlarda, kelishimlarning tushuntirilishidagi talaş tartışlarda, xalqaro qonun to'g'risidagi masalalar degandek masalalarda alohida kelishim bo'lmasimi, paktni e'tirof qilish. Ya'ni ipso facto deydigan bir narsa bor. Ipso facto bo'lganligi uchun bu yerda paktni e'tirof qilib, kelishim bo'lmagan taqdirdami, buningga amal qilish kerak deydi. Ya'ni BDTning bir armiya kuchi bilan besim qilmagan taqdirdami yoki bu yerda bir aniq kelishim bo'lmagan taqdirdami, agar paketli bo'ldi ekan bu yerda e'tirof qilib buningga amal qilish kerak deb yozdi-chi shuni. Masalan, Xitoy bu qonunga nima qilmagan, ratify qilmagan ekanda, nimishga desa bu Xitoy o'zi bo'ldi. Xitoy amaliyotda Yugoslaviyadagi Kosovonikini qo'llagan, genosid bo'ldi deganda qo'lladi. Rwandadagi genosidni qo'lladi. O'ziga kelganda qonunlar o'zimga kelib qolmasin deb, demak Xitoy burundan o'zining genosid qilib, bu yerdagi xalqlarni yo'qotadiganini biladi. Mushuni qiladiganini bilgan bo'lg'ashqa, genosidning mushu moddaga, masalan, kortdagi moddaga sotdagi qo'l qo'ymagan bu Xitoy uchun. Bu qo'l qo'yish to'g'ri kelsa, masalan, paketni ko'tarib chiqib, bu yerda bir kelishim bo'lmasimi, sen bu yerda qirg'inchilik bo'layotibsan, mana paket deb bu Xitoyni sotga tortishga to'g'ri keldi. Chunki bu qonunlar bo'yicha ashning qo'l qo'yganlarni tortaligini bo'ldi sotqa, bo'lmasa sotqin olmaydi. Masalan, adolat qonunini so'zlayapman, xalqaro adolat qonuni bo'yicha. Yana bu Xitoy Genocide Convention bor, qirg'inchilikniki konvensiyondagi 6-moddasiga qarab baqsanglar bo'ldi. 6-moddasiga o'zini bog'lanishlik deb qarmaydi. Ya'ni mening aloqam yo'q deydi-da. Bu 6-moddasidami, masalan, prinsip bo'lganlikdan, shu masalan 6-moddasidami, mana qirg'inchilik qilganlar sotga tortilishi kerak degan narsalar bor-da, shu moddalarning hammasida, masalan 3-moddasi deganlarning hammasi. Mushlarning hech qaysisi Xitoy o'zini bog'lanishlik deb qarmaydi. Bog'lanishlik qarmag'ashqa bu Xitoyni sotga tortish, masalan, ikki davlat, bu masalan biz bir davlat bo'lgan bo'lsak, Xitoy bizga kirib
qirg'inchilik qilayotgan bo'lsa state genocide ya'ni davlat genocide'iga kiradi bu shu bo'yicha xitoyni biz sudga torta oldik lekin biz hozir davlat emas chunki ICJ degan international adolat sudi xalqaro adolat sudi degan davlat bilan davlatlar bir birini sudga torta oladigan sud bu jinoiy nima ICC bor jinoiy ishlar sudiga o'xshamaydi jinoiy ishlar sudida shaxslarni sudga tortgan oldu hozir men adolat sudini deyapman chunki xitoy davlat jinoyat o'tkazyapti bu yerda davlat qirg'inchilik qilyapti endi bu yerda kim bu xitoyni sudga tortadi buni cho'qim talash tortish bo'layotgan ikki davlatning birisi berish kerak sudga uchun sunish kerak endi bu yerda biz davlat emas undan bu talash tortishning ichiga kirib qolgan uchinchi bir davlat bormi masalan rohingyadagi rohingyada 700 mingdak 700 mingmi 700 millionmi 700 ming 700 mingdak xalqi bangladesh qochib kelib bu talash tortishmi bangladeshga bog'lanishli bo'lib qoldi u yerdagi qirg'inchilik uchun refujiyalar oyoq qochib keldi u yerda bangladeshga bir muncha avarchilik uchigirdi xuddi odamlar oyoq kelib bog'lanib qolgandek bo'lgan keyin bangladeshning sudga berish huquqi bor aslicha lekin bangladesh mening esimda yo'q bu nimaga imzo qilmaganmi genocide convention yoki boshqa shuningga bu nima bermadimi gambiya berdi gambiya bergan vaqtida bu nimalar rohingya deydi nimalar Myanmar berma deydida gambiyaning berish huquqi yo'q talash tortishning ichida bo'lmasa u nima deb berdi ekan deb shunda talashyotdi bular natijasi qanday bo'ldi hozir shu u vaqtida ammo sud uni rost nim qildi rost u Myanmarning gapini sud rad qildi rost Myanmarning gapida bo'yliqi bunda bir qonun bor emasmi yana har qanday mening kitobimda bor u qonun hozir men unutib qolibman esimda yo'q kitobni o'qib baqsanglar bor har qanday bir civilized nation uchun bu genocide degan bir prinsip ya'ni norm ya'ni bir odatga basic axloq buni bir kelishim yoki bir narsa uchun majburlamaysa bu hamma davlatning hamma odamning amal qilish majburiyati bor bir majburiyat ya'ni har qanday bir civilized ya'ni o'zini taraqqiy qilgan ya'ni civilized madaniyatlik davlat deb qaragan bir yer cho'qim bunda qirg'inchilikqa qarshi turish kerak bu degan bir barbarik narsa shunami bir insonlik emas insonlikdan chiqqanlikda buningga bu qonunga bo'ysunish majburiyati bor shunda bo'lganligi uchun buni Gambiya cho'qim talash tortishning ichida batdi deb turib olishning hojati yo'q Gambiya bu talash tortishning ichida bo'lmasimi konvensiyalarga ya'ni ahdnomalarga xalqaro qirg'inchilik ahdnomalari va boshqa davlat terror ahdnomalari degan davlat qirg'inchilik ahdnomalari degan boshqa shu moddalar bor ahdnomalar qo'l qo'yganligi uchun bu yerda Gambiyaning sudga berish huquqi bor deb Gambiyaning iltimosini sud qabul qildi natijasini texim men o'qimadim bilmayman tekshirib izlanib boqmadim qanday bo'ldiki shu iltimosini qabul qildida endi mushunda genocide qonunlariga mushu konvensiyalarga ahdnomaga qo'l qo'ygan har qanday bir davlat bizni mushu nimaga sudga ba'si bo'ladi bizni emas xitoynichu nimaga xitoyni sudga ba'si bo'ladi ammo sudga bergan vaqtida andan keyin bo'pmi shu ya'ni bu security councilga sunildi ya'ni genocideni to'xtatish uchun ya security council ya peacekeeperni kirdirish kerak ya bo'lmasa NATO o'z oldi qaror ilib Kosovo kirgandek bir davlatlarning kelishimi bo'yicha NATO kirish kerak bunday ahvollar bo'lgan vaqtida masalanga bu yerda xitoy aslida security council bo'yicha security council deganim inglizchalab ketdim xavfsizlik 5 davlat bor xavfsizlik kengashi BDT'dagi shu yerdan qaror chiqarishi kerak buni kirishsin debchi shu moddasi bo'yicha bo'ldi dedim avval tushuntirib berdim 1244-qonun bo'yicha shunday bo'lgandan keyin bu yerda kirimiz desa xitoy hamda hozir deydi boshqalar deydi argu qilib deydi xitoyning bu bilet tashlash qarshi bilet tashlash huquqi tursa deydi u yerda bu genocideni to'xtatish uchun manda bo'ldi deb sizlar masalan sud to'xtatib yana bu yerga kirsin deb security bexatarlik kengash qonun chiqargan taqdirda muayyan qaror chiqargan taqdirda xitoy bunga qarshi bilet tashlay oladigan tursa bu huquqlar tursa oqmaydi deydi agar sistem mushtan bo'lsa haqiqatan oqmaydi ammo biz bunga nim deb argu qilamiz desa men kitobimda hamda shaxsan o'zim nim deb argu qilma desa xitoy masalan sen qo'l qo'ymading xitoy sen genocide qonunini e'tirof qilmading aloqam yo'q deding 6 moddasini o'zimga bog'lanmaydi deding ICJ'ninki 36 qonunning 2 moddasini o'zingga qo'l qo'ymading uni e'tirof qilmading sen mushta bu qonunlarning hech qaysini e'tirof qilmagan o'zining bog'lanishini yo'q degan bir davlatning nima uchun qirg'inchilikqa qarshi qaror chiqarilganda tuyuqsiz bog'lanishini akirib qarshi bilet tashlayman deb bog'lanishini u yerga akirish kerak ekan
Demek sen özünü bağlamayman bu kanunlarning hech qaysiga degan bo'lsang, bu qonunlar bo'yicha chiqarilgan qarorga sen bağlanamaysan. Sening veto power'ing, ya'ni qarshi bilet tashlash huquqing yo'q bo'ldi deyish kerak. Şuna bu yerda Xitoyninki agar sistem haqiqiy adolatda turadigan ish bo'lsa, Xitoyning veto power'ini boshqa narsada bekor qilamizmi? Xavfsizlik kengashining Xitoyni qo'g'lab chiqarmagan taqdirdami? Mushu genocide qonunda yoki boshqa o'zi qo'l qo'ymagan qonunlarda u Xitoy bog'lanmagan narsaga bilet tashlash huquqi bo'lmasligi kerak bu yerda. Uning bilet tashlash huquqini, qarshi bilet tashlash huquqini bekor qilish kerak bu yerda. Şunga mushunda qonunlar bo'yicha bizningki qandaq bo'lib Security Council nima xavfsizlik kengash BDT'deki qandaq ahvol ostida qirg'inchilikni to'xtatish uchun kiralaydi Sharq Turkistonga tadbir qo'llana oladi, ya'ni oxirgi solutionni qanday ahvol ostida ishlatamiz degan masalalar mushunchalik so'zlay. Undan keyin men yana azroq nima to'g'ri so'zlab bermoqchidim sizlarga, esimdan chiqadi. Mustaqilligimiz masalan davlatlarningki mustaqil bo'lishi, qanday ahvol ostida mustaqil bo'lamiz degan narsani azroq so'zlab beray. Ben bunu mustaqillik bo'lishning ma'nolarini kitobimda 3 ga bo'lib yozdim. Birisi qonuniy tarafi. Qonuniy tarafi deganda bir muncha qonunlarni misol keltirdim. Ondan keyin yana birisi ichki taraf. İçimizden. İchki ahvolimiz o'zimiz. Tashqi degan shu 3 ga bo'lib nima qildim. Qonunlar bu yerda masalan qanday qonunlar bor deganda ahdnomalar bor, convention, resolutionlar bor. Ahdnomalar bor, jakarnomalar bor, undan keyin rasmiy qonunlar bor. Bularning hammasida Sharq Turkiston deyman, shu o'z taqdirini o'zi belgilash masalasi o'tirib qo'yilgan. Birinchi qitimliq darsimda o'z taqdiri o'zini belgilashning ichki va eksternal va internal, ya'ni ichki jihatdan va tashqi jihatdan deb ikki turli qilib ayrilganligi, ichki jihatdan deganlik faqat haq-huquqlarni ko'rsatadiganligi, u o'z taqdirini o'zi belgilashning, tashqi jihatdan deganning mustaqillikni ko'rsatadiganligini so'zlab o'tgandim. Mushu masalan mayli ichki jihatdan bo'lsin, mayli tashqi jihatdan bo'lsin, bu qonunlar sharq mushu BDTning qonunlarida, charterda, masalan qaysi qonunlar charter birinchi Charter 1, andan keyin yana qaysi 55 moddasi, birinchi moddasi, bularning hammasi o'tirib qo'yilgan. Undan keyin ma'vu 73 Charter bor, u artikelninki 73-siga qarab baqsanglar bo'ldi, mustamlik qilingan yerlar degan nima Salty Water Theory qarsanglar bo'ldi 632. Mushlar hammasi qonun. Undan boshqa resolutionlar bor. Resolutionlar ahdnomalar, jakarnomalar bular masalan General Assembly'dan chiqarilganchu. Mushlarning hammasidimi shu charterdagi qonundagi shu o'z taqdirini o'zi belgilash, o'zining huquqini olish, mustaqil bo'lish degan shu bakchiq moddalar bor. Shu moddalarning hammasini desteklagan shaklda o'tirib qo'yilgan bu ahdnoma, nurg'un narsalar. Masalan, African Convention deymiz, Vienna Convention deymiz, bularning hammasi o'tirib qo'yilgan bular. Undan keyin masalan bu mustaqil bo'lganda qanday bo'lsa mustaqil bo'ladi, bir davlat mustaqil bo'lish uchun nima sharoitlarni hozirlash kerak davlat bo'lib degan narsa 700 General Assembly'ning ismida yo'q. Nima? BDT'ning General Assembly'ninki 742 degan bir resolution bor. 742-ninki 8-moddasi qarab yiqinglar. Hozir sizlar Google qilib tepib, BDT'ning qonunlarining ichiga kirib tepib shuni qarab baqsanglar bo'ldi. Buningda mustaqil bir davlat bo'lish uchun qanday sharoitlarni hozirlash kerak deganni yozib bo'lgan. Ular ichki va tashqi ikkiga bo'lib deydi ekan. Ichki jihatda deydiki, birinchisi bir UN va ya tashqi jihatdan deydi. Tashqi jihatdan degani BDT'ga a'zo bo'laligidek BDT tarafidan tonilg'idek bir eligible salohiyati bo'lish kerak deydi. Bu salohiyati bo'lish uchun boshqa davlatlar bilan munosabatga, diplomatik munosabatga kiraligan bo'lish kerak. Boshqa davlatlar bilan diplomatik munosabatga kiralisa, uningdagi BDTdan e'tirof qilinadi uchun. Ama BDT'nin bu narsani men burunmi deb o'tib ketdim. Cho'qqin BDT e'tirof qilish kerak degan bir narsa yo'q. Tayvan o'z oldiga mustaqil bir davlat, BDT e'tirof qilgan yo'q. Bu cho'qqin BDTdan e'tirof qilinishi kerak degan davlatlarning e'tirof qilinishi siyosiy masala. U manfaati kas e'tirof qildi, manfaati kamisi e'tirof qilmaydi. Uning ustiga u yerdagi e'tirof qilishga, u narsalar, u qaror berishlarga
u masalan bizda kichik davlatlar, kichik millatlarni qatnashtirmagan, o'z oldiga o'zlari qaror beradigan narsalarga u haq emasda bu. Shunga bir siyosiy narsa, hargizmi legal, qonuniy narsa emas. Cho'qim yuandan e'tirof, BDTdan e'tirof qilinishi kerak degan narsa. Chunki davlatlar manfaat ekansi e'tirof qiladi, manfaat ekanmasa e'tirof qilmaydi. Endi yana bir sharti nima debdi? Complete autonomiyasi bo'lishi kerak debdi. To'liq bir avtonomiyani olgan shu yerda. Masalan, Kataloniyadagi yoki ko'pak bir avtonomiyasi bor, avtonomiya huquqi bo'lgan, masalan, chechenlar kirgan vaqtda bo'lgan. Endi biz bu avtonomiya bo'lgan bilan bu yerda hozir bizniki manda huquqlarimiz zulm uchratdi yoki manda qo'yib bardi, anda qo'yib bardi deb shu cho'qim biz nima qilishimiz kerak bir avtonomiyasini shu zulmga uchragandan keyin avtonomiyani ilib u zulmga qarshi urush qilib deydi-da bular bir ko'rishib. Onundan keyin biz bular bilan yashab bo'lmaymiz deb onundan keyin mustaqil bo'lamiz desa shuningga shart tushadi deydi. Lekin bu deganlik abay degan bilan konfuz qarish almashtirib olmanglar. Meniki men zulm bo'layotgan davlat cho'qim remedial session bo'yicha oxirgi solution bo'yicha mustaqil bo'lish kerak degan shartga tushimiz biz. Ammo bu yerda cho'qim sen avtonomiya bo'lgandan keyin undan keyin mustaqil bo'lsa deydigan bir narsa yo'q. Ammo nurg'un davlatlar mustaqil bo'lamiz deb turadigan bo'lg'achqa kuchingni ol degan uchun chiqarib qo'ygan qonun mavjud. Shuni buning bilan uning munosabati yo'q bu qonunning uning bilan. O qonun ayrim unda qirg'inchilikni to'xtatish uchun masalan peacekeeper kirmamdi, kirmamdi. Bularni zodi mustaqil bo'lmasa qirg'inchilik urush to'xtamaydi deyish to'g'ri kelsa qanday mustaqil qilamiz degan shuningga tushimiz biz. Endi miyada cho'qim complete autonomy, boshda complete autonomy bo'lish kerak. U bo'lmasa biz mustaqil bo'lolmaymiz degan unda bir narsa. Aniq yo'q, u ba'zi bu yerda yozilgan bilan bu qonunda ba'zi davlatlarga tushadi, ba'zi davlatlarga tushmaydi u. Andan keyin yana nima bo'lish kerak deganda o'zining shu yerda bir hukumati bo'lishi kerak deydi. Ammo surgun hukumatdek teshidagi hukumat emas, shu territoriyaning ichida bir hukumatni qura olgan bo'lishi kerak deydi. Ya'ni bir hukumatni qurib biz mustaqil bo'lamiz deb ayrim bir hukumati bo'lgan bo'lishi kerak ularning deydi. Undan keyin biz mustaqil bo'lamiz deb bu mustaqilligiga kapolatga ega qila oladi deydi-da. Albatta unda hukumati bo'lsa, unda avtonomiyasi, to'liq huquqlari bo'lib ketsa hammadan kuchim yetadi, olaman deb mustaqil bo'lib oladi u yerda. İşte nima deymiz qonunning tetiqsizligidan ashta yozilgan lekin ma qonunda yana qanday narsalar yozilgan desa bu narsalar masalan bizda bundaq complete autonomy yo'q, undaq territoriyaning ichida qurilgan bir hukumatimiz yo'q deyli. Membership degan u hamda u muhim emas hozircha. Qolgan narsalar bormi? Masalan, qolgan qanday narsalar, qanday shartlar bo'lishi kerak deydi deganda. Cho'qim oshadagi xalq, shu territoriyadagi xalq deydi. Shu xalq men shu territoriyaning egisi mustaqil bo'laman degan bir national aspirations bo'lishi kerak deydi. Xuddi indigenous people'larni cho'qim o'zini o'zi men indigenous deb atishi kerak. Boshqalarning atash huquqi yo'q deb qonunda bo'lganda ma qonundimi cho'qim shu mustaqil bo'laman degan haqni boshqasi kushkurtib sen mustaqil bo'l deb birsi akirib qilib qo'ysa qilib qo'yib kushkurtib ular mustaqil bo'lmaydiq yo'q avtonomiya bo'ladiq biz deb shuarlarda programmalarda chiqarib turayotgan bo'lsa bu ularningki ya'ni national self aspiration nima national independence degan bir aspirations yo'qka deganni ko'rsatadi. Masalan biz Uyg'urlarning dadi bu nima uchun hammamiz mustaqil desa shuarta olding deydi. Shuarta olganlik emas, umumiy xalqning orzusi mustaqillik degan bir narsani o'ttirib qo'yishimiz kerak. Undan narsani o'ttirib qo'ymay bir tashkilot qo'pib, u huquqimni bersin desa, inson haqlari desa, yana birisi ish qo'pib, voy biz avtonomiyani ola olsak cho'ng gap desa, yana birisi qo'pib Xotan bilan Qashqarni bersinmi mayli desa, yana birisi qo'pib uni desa, yana birisi qo'pib buni desa, men o'tgan bir scholarslar bilan talishib ketganda, voy sizlar 80% g'o dedi-chu. 80% sen mustaqil degin, mustaqil bo'lish kerak, butun xalq mustaqillikni orzu qiladi deganing bilan bir sen orzu qiladigan o'xshaysa dedi. İşte bir senin aşta yazganlarini aştani ko'rdik dedi. U degan burunqi yillarda de o hozir mustaqil bo'lamiz deb yozilganlarni xil jiqib ketdi-ku. Yaxshi bo'ldi-da hozir hamda. Shuningga bu cho'qim butun xalqningki bir nimasi bo'lishi kerak deydi. National aspirations shu territoriyada mustaqil bo'lgan xalq shuni orzu qilish kerak deydi. Shunga Ilhom To'xtaninki a territoriyaning ichida olib borgan Roysnash u xalqqa vakillik qila olmaydi. Chunki u zulm ostidagi xalq qanday u o'zining national aspiration haqiqiy orzusini, nim bo'lamiz degan orzusini to'g'ri ifodalay oladi.
Şunu biz onu e'tirof qilmasligimiz kerak. Biz Sharqi Turkistonning sirtidagi xalq erkin dunyoda yashayotganligimiz uchun ashularga vakil bo'lamiz. Ularmı chikasi bizga o'xshash, ya'ni biz shu yerdan chiqdik-da, shuni o'xshash arzu qilyapmiz. Bizga o'xshash mustaqillikni arzu qildik deb, butun xalqning orzusi umumiy bo'lganda, ya'ni sizlar nima bo'lmoqchi deganda aniq bir narsa o'ttirib qo'yilishi kerak. Chunki 80 pieces, 80 parcha bo'lsa, bular o'zlarining nima bo'lishini bilmaydigan xalq deydi. Cho'qim mustaqil bo'lish uchun boshda shu national independence degan bir aspiration aniq o'ttirib qo'yilishi kerak, bo'lishi kerak bu. Xalqaro qonundimi shuni deydi. Ma shartning bormi deb shu 742-qonunning 8-moddasida bu aniq deyilgan. Ondan keyin bu territoriyaga tarixiy yoki hozirgi xalqlarning bir attachmenti, bog'lanishi bormi deydi. Shu territorial yoki historial bir attachment bormi shu yerdagi territoriyaga. Masalan, Sharq Turkistondan iborat bir xaritamiz bor, bir territoriyamiz bor. Shuni maqtay bir muncha ko'chmanni akirib, bu yerda Uyg'ur yo'qdi, Türk musulmonlari yo'qdi, bu Xitoyning yerdi deyish uchun ko'plab ko'chman akirib, territoriyaga bo'lgan bog'lanishimizni yo'q qilmoqchi, bizni o'ttirib etib, bu yerda bunda bir xalq yo'q demoqchi-da. Chunki bu territoriyaga bo'lgan bog'lanish bek muhim. Ammo bu territoriyaga bo'lgan bog'lanish nima qonunda aniq deydi. Historically and current deydi. Bu faqat hozir mushaga bog'langan bo'lish kerak degan bir jumla emas. Tarixda bo'lsa-mu bog'langan bo'lsa mayli yana tushimiz. Xitoy bizning aşağıdagi Uyg'urlarning hammasini o'ttirib etgan taqdirdimi, butun Xitoyni ko'chirib akib olgan taqdirdimi, bizning tarixiy bog'lanishimiz hayot qolgan Uyg'urlarning shu yerda bir tarixda Uyg'urlar bo'lganmi, yashaganmi? Bu historically degan narsani ko'tarib chiqishimiz kerak qonunga. Chunki bu qonunda faqat current deb yozmagan, hozirgi bog'lanishi demagan, hozirgi va tarixiy deb yozgan. Shunga bizning u territoriyaga bog'lanishimiz bormi? Bor. Chunki u yerda Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlari yashaydi. Shularning zimini, bu bizning bog'lanishimiz. Birisi national aspiration, ya'ni bizningki mustaqillik orzusi bo'lish kerak shu yerdagi xalqning. Men nima bo'laman degan narsani aniq o'tirib qo'yish kerak, milliy kimlik. Shunga biz bizning bir davlat millati kimligimizni yaratishimiz kerak deb kuchab, vatildab, so'zlab hammayada qilayotganimiz. Masalan, Dilyarmi buni çok tashviq qildi. Men kitob yozdim, nazariyalarni yozdim, yana bir kitob yozdim inglizcha. Buningga kuchishim, haqla meni siz quruq gap qilsiz, siz ko'tildab amaliy ish qilib beqing. Amaliy ish mushunda bo'ldi. Sen muşta qonunlarga, muşta narsalarga tushadigan sharoitlarni hozirlash uchun kuchaysa boshna. Yolg'iz bir ben adam deymi, bir men yoki boshqa bir odam bu ishni qilib bo'lmaydi. Hamma odam buni qilsa, bundan narsalarni bu quruq gap deyish bek xato. Chunki bir base'ni, woolni mushta qurildi. Mushta qurilmay turib, u amaliy ish qilyapman deb aniq bir programma, siyosiy programma, strategiyaring, statehood agendaring hech nimang yo'q. Yugurib chiqib harakat qilaversangmi, u yerda namoyish qildim, bu yerda palonchi bilan ko'rishdim, u yerda so'zildim, bu yerda so'zildim deversangmi, aslında ketaverdi bu. Aktivizm deymiz. Bunu bu yaşta ketaverdi. Bu vaqt kelganda davlat qurishning yo'lini qurib chiqolmaydi. Chunki manda qonunlarga tushundigan aslında bir base'ni, yo'lini hozirlayolmaymiz biz. Shunga bu base'ni hozirlash uchun birisi cho'qim xalqninki birlikka kelgan mustaqil bo'laman deydigan bir irodasi bo'lishi kerak. Bu arzu bütün xalqda bir bo'lish kerak. Birisiga berib so'risi boshqa yoqsa, yana birisiga berib so'risi boshqa yoqsa gapsa, u vaqtida bu chechilang'i millat nima bo'lishini bilmaydigan, shunda bir hatto nima deymiz, qabilimi bo'lolmaganda, unda millatga kim ko'ngil bildi? Yo xalqaro qonunga tushmaysa shartlariga, yo haq ko'ngil bilay desa, seni tortib chiqib paketlar bilan ish qilib bergidek birisi emassan. Unda olgan kim bir bulungda qolsa yoki yo'qolib ketsa degan gap. Shunga bu tarixiy va nimadan bog'lanishimiz, bu biz tushimiz, ondan keyin bizning xalqimizning mustaqillik arzusi birdek bor. Buningga tushimiz, bu potensial bo'ldi bor narsalarda, men o'zimizda bor narsalarni deb biryapman. Tushmaydigan masalan, avtonomiyamiz u yerda bir vatanning ichida bir hukumat qurib olgan, unda bir holimiz yo'qdi. Ularga u shartlarni hech qaysi tushunmasakmi, ammo nurg'un potensial hozirliklarimiz bor. Ondan keyin ajendaring bormi deydi. Bu davlat mustaqil bir davlat qurish uchun bir statehood ajendaringiz bo'lishi kerak deydi. Ya'ni statehood agenda deganda men abay dedim-ku, Dunyo Uyg'ur qurultiyining bunda bir statehood agendasi, bir plan programmasi, strategiyasi falan deganlar e'lon qilinmadi deb masalan. Boshqa tashkilotlarningmi unda bir statehood agendani o'tirib qo'yganini ko'rib baxmidimmi? Bunda bir strategiya, statehood agendasi publish qilinmadi. Bunda masalan statehood agenda deganda qanday davlat qursa, nima davlat qursa, masalan davlat qursan qanday bir shaklda bo'ladi?
Devletin demokratik bulamdı, şeriatdaki devlet bulamdı, qandaş şekilde buludu. Mesela bu devletin yürgüzələrdən institutionların ha, anki national self defense deyimiz, armiya, ya xavfsizlik nimelerin barmı? Mesela hükümetinin müstakilliği, mesela şu nim deyimiz, complete mındaq ekonomik, social, iqtisadi demdi. İqtisadi, onkin cemiyet cihatlarını taraqqiy qildirib atmağalaydigan bir küçüğün barmı? Degandek şu, mesela devlet state food'a, mesela devlet kursak qanda devlet olumuz, qanda bir şekilde atmağımız, qanda vulunu kurup çıkımız degan bunda bir ajendani men texi bir hech qaysi bir tashkilotda ko'rmadim. Bunda bir ajenda cho'qim bo'lish kerak. Bu qig'ini bo'lmaydigan narsa emas. Biz plan program bilan mushta mesela abay qiz strategiya dedim ku men, national aspiration'imiz bo'lish kerak. İkinci basqıçta biz mında buluşmamız gerek. Bizim mında institutionlarımız, akademik organlarımız, mında yetişkin yerlerimiz buluş gerek. National defense yani bir xatarlik nemimizni garip yani garip deyman. Diasporada qanday qurishimiz degan bunun hammasi bir ajenda, bir plan, programmalarımız aniq yazmış şekilde bo'lmasimi bir yerga tiqib qo'ygan yerda bo'lsinmi bo'lish kerak. Buni tuzib chiqishimiz kerak. Shunga bu bek muhim. Mushta narsa bormi deydi vaqti kelganda. Sen mustaqil bo'lma deysa, sening xuddi bir tashkilot yangidan qurib bir rais saylansa, xalq so'raydi-ku, siz rais bo'lib saylanibsa, sening nim programmang bor, sen nima ish qilmoqchi deydi-ku, shunga o'xshash narsa-da bu. Shu bo'lish kerak. Undan keyin cho'qim xavfsizlik. Xavfsizlik yani national defense degan bir narsa bo'lish kerak. Chunki sen davlat qursang, sening davlatingni qo'g'day oladigan bir national defense'ning bir kuching bormi deydi. Ya'ni sen boshqa davlat sana generallarini, askarlarini akirib boshqa davlat seni kontrol qilib turayotgan emas, sening o'zingning sen hozir urushga kirmagan taqdirdami, urush qilmagan taqdirdami, sening o'zingning diasporada yoki bir yerda mushunda bexatarligingni, sening xavfsizligingni qo'g'dug'idek bir kuching bormi? National defense. Muşta nəsən bağımı deyil. Muşta bir nəsə kiçik bolsunmu quraldınmı? Kəlgüsü dövlətim, vətənim müstəqil olub qalsa, mən ma dövlətimin müstəqilliğini munda qoğdaya alayma degan bunda bir sistemdə kirəldinmi sən də? Çünki ma şərtmi badə. Əmdi bu şərtdə mən kitabımı yazdım. Bu şart Şarkı Türkistan'ın bağımı degende hazırca şu Şarkı Türkistan İslam Partisi. Şarkı Türkistan İslam Partisi bu şartını ben ularını bilen alakam yok hem görüşmegen hiç qanday qilayotgan nişanımızı bilmeydiğin uçur alakam bulmaganlığı için fakat ularning gazet ve haberlerden nişanımız Şarkı Türkistan yani ben Şarkı Türkistan'ın mustamlikidan azat qilish, Xitoy zolimlarini, Xitoy hukmronligini qo'g'lab chiqarish degan nishonni aniq o'ttirib qo'ygan gapni muxbirlarga bergan intervyularni o'qiganligim uchun bularni masalan men cho'qim Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun kelgusidagi Sharq Turkiston hozir urushga kirolmay qolgan taqdirdami masalan kelgusidagi Sharq Turkistonning mushta bir national defense bormi desa bor degidek bir kuchi deyman bormi desa buni bor desak mushu Sharq Turkiston Islom Partiyasini ko'rsatsak bo'ldi. Endi bunday kuchlar bunda kuchli davlatlar yordam qilmaydi. Bunda degan gaplarni bekchi qanglab ketdim. Qurolliq degan gapdan qochimiz. Unda desak bo'lmaydi. U qurolliq desak u Xitoy degan bizni aqoytidi, ko'p qo'ytidi, butun dunyo qo'llamaydi. Bu ahmas gap. Davlat manfaati kelsa xalqaro munosabatda hamma narsa o'zgarib turadi. Qandaqsiga qo'llamaydi, diplomatik qo'llaydi, iqtisodiy qo'llaydi, yo'shirin hatto qurolliq qo'llaydi. Kurdlarni qo'llaydi Amerika qurolliq, yo'shirin qo'llaydi. Masalan, Bay of Pig vaqasi degan bir vaqa bormi? Kubaga yordam qilgan o'z vaqtida. Diasporadagi, ya'ni Kubadan exile bo'lib, Uyg'urga o'xshash qochib chiqqanlarning hammasini nima qilib, kuchlantirib, Kubaning chegarasida Amerika qurol berib, Amerika qildi demay, Kubaga hujum qilgan. Bu mag'lub bo'lib ketdi, bu xil mashhur vaqa tarixda. Hujum qilgan vaqtda urush qilganda, ammo keyin Nimbuk bu vaqa mag'lub bo'lib Fidel Castroga qarshida, kommunist qarshi. Nimbuk mag'lub bo'lib ketdi deganda, Mao qurolni Amerikaning yordam qilayotganini, buning keyinda Amerikaning borligini, buning askarini train qilib, military train qilib tarbiyalab bergini Uçqaşqar o'tib qolgancha o'ttirg'ichi ketib qolgan ekan. O'ttirg'ichi ketib qolgandan keyin bu Amerikaning yuziga yaxshi emasda, bu uni Uçqaşqara unda bir davlatning unda qilish huquqi yo'q xalqaro qonunda. Shuning xalqaro qonunga bu to'g'ri kelmaganki, bu Amerika shoqqida jim turib eliblar, havo urushiga yordam qilmagan. Havodan bombalaydigan vaqtida. Shuning bilan havo urushiga aeroplan yordam qilmagandan keyin jim ko'zini yumib biz uxmaymiz deb jimni turib olgandan keyin bu ularning kirib besib kirgan qo'shinlar mag'lub bo'lib ketib Fidel Castro'ni ag'dirolmagan shu vaqtida. Endi mushunda boshqa davlatlarga yoshirincha yordam qiladigan davlatlar chiqamdi, chiqmamdi men bilmayman.
Ama chiqib qilish mumkinchiligi bo'lishi mumkin. Onu bir nima degan olmaydi. Şoň bizniki özümizniki bir xavfsizlik nimesi bo'lishi kerak. Hozirlam urushga kirgan olmaydi, Xitoy bilan urushgan olmaydi, to'g'ri. Lekin kelgusida bir kunlar, yaqin zamonda Alloh biladi, biz bilmaymiz. Kim biladi Alloh bizga bir mustaqillikni tuyuqsiz berib qolamdi. Ashta bo'lsa bizning bir defense sistemimiz bormi? Mesela qanday mustaqil bo'lsa desa, egi chiqqidek adamimiz bormi deganning birisi shu egi chiqqidek adam bo'lib, ziyolilar o'qish bitirib davlat o'rinlarida xizmat qila oladiganlar yetishyapti do'lam hisob emas. Bunda bir sistem qurilishi kerak. Ya'ni butun xalqning mustaqil bo'lishi orzusi bo'lishi kerak, institutionlar qurilishi kerak. Mesela işte xavfsizlik o'rnimiz, ya'ni bunda bu biz mustaqil bo'lsak, o'zimiz qo'g'diya olamiz degidek bir kuch bo'lishi kerak endi. Shuningga bu muhim. Endi bunday kuchlarni odatda davlatlar yoshirin tarbiyalab beradigan ishlar bo'ldi, ochiq oshkor tarbiyalab beradigan ishlar bo'ldi, yoshirin tarbiyalaydigan ishlar bo'ldi. Angliya masalan, Angliyami Fransiya, Angliyami ism chiqamidi? Angliyami Fransiya ikkisining birisi, ma Chex bilan Pollandnikini o'z vaqtida askarlarni tarbiyalab bergan, ammo ular o'zining davlatining bayrog'i ostida, ammo boshqa shu davlatniki militariy qonunlari, askariy qonunlarga asosan, masalan Sharq Turkistonnikini bir davlat tarbiyalab berdi deylik. U davlat tarbiyalab bersa, siz shularning urushga qatnashsiz degan gap. Ama siz Şarkı Türkistan'ın bayrağı aslında öz aldığınızda bir armiya bulup durup, ulanın uruşlarına katlaşıp, özünüzün terbiyeleysizden. Aşta buldu, onu okumayma, ulanın militari, yani askeri kanunları kanda buldu, kelişim, oturdaki kanda buldu, şunun asasen buluş mümkün. Aşta terbiyelendiğin işler buludu, yuşurun ve aşkarı terbiyelendiğin işler buludu. Mesela Irak'ninkini mi öz vaxtıda Saddam'a karşı Amerika terbiyeledi, Irak'tan kelgen immigrant, köşmen, refujilarni, yani aşılarning hammasini askarlikka qabul qilib, Amerika uchun bir askariy kuch qilib, aşta tarbiyalagan bir ish bo'lgan, hozir bir yerda o'qigandim, esimda aniq yo'q. Shuna bir ishlar bo'ldi. Endi bu masalan xavfsizlik kuchimiz degan gap. Undan keyin tashqi kuchning, ya'ni bizniki avtonomiya yoki mustaqil bo'lamiz yoki avtonomiya bo'lamiz desak, tashqi kuch, yani xalqaro vaziyat, yani tashqi kuch buni qo'llash kerak. Agar biz xalqaro vaziyatga tushmasak, u yerda bizning mustaqil bo'lishimiz boshqa davlatlarga ziyon keltiradigan, xalqaro tinchlikka ziyon keltiradigan, boshqa hech qaysi davlatning manfaatiga uyg'un kelmay, hech kim qo'llamaydigan, hatto Xitoy qat'iy buningga jon tikib nima qilmaydigan, butun davlatlar urushmaydi. Xitoyning hozir kuchi bak cho'ng, mening kuchim cho'ng, hech kim degizmayman, qo'llamayman desa, Xitoyga biz ajrashda deylik. Xitoy sizlarni berivetse mustaqil bo'lsizlar, bo'lmasa bo'lolmaysizlar, chunki Xitoy bizning kuchimiz yetmaydi debchi. Endi Xitoy ojizlasa kuchi yetadiganlar chiqadi, shunami? Chiqqan vaqtida, o vaqtida qo'llaydiganlarmi chiqadi deyishga to'g'ri keladi. Shunga bu xalqaro vaziyatga, ya'ni tashqi vaziyatga munosabatli, tashqi vaziyatda qanday ahvol ostida qo'llaydi, ya'ni bizning mustaqil bo'lishimizni qo'llanildi deganga to'g'ri keladi. Uning uchun yana bizda bor narsalar, masalan, qanday narsalarni biz hozirladik deganda, masalan, qanday davlat quramiz, biz davlat qurib qolsak, nimalarni hozirladik degan narsalarni deyishga to'g'ri keldi. Sharq Turkiston, masalan, bilsizlar, Sharq Turkiston xalqi, endi yana bir muhim sharti, cho'qim shu yerdagi xalq, besilingan davlat xalqidan ayrim, ularga o'xshamaydigan bir xalq bo'lishi kerak degan narsa bor. To'g'ri, biz ularga o'xshamaymiz. Bu shartimizmi tushidi, aniqlam. Onundan keyin avtonomiya huquqimizni qat'iy bermagan ular, mumkin emas avtonomiya bo'lib yashash, bularni tushidi. Bu yerda bir ig'ir zulm bor. Zulmdan qutulish uchun mustaqil bo'lmasak bo'lmaydi. Buni tushidi. Shunga endi asli Sharq Turkiston o'zimi bir davlat bo'lgan. Sharq Turkistonning birinchi jumhuriyatida masalanga qandaq prinsipda. Bular deydiki, xalqaro qonunda, shu 742-qonunda yana Abay qiyman degan shartlardan boshqa yana bir shart qilib qopdi, men yozmabman. U bo'lsa-mu bir ilqi tinch va demokratik bir davlat qura olamdi. Ya'ni u yerda bir sivil var, ishga urush paydo bo'lib ketmay, bular mustaqil bo'lsa, o'zi urushib deydi-da. Bütün xalqaro qo'llaydigan bir yer bo'lish kerak dedim bu. Masalan, xalifa davlati yoki shariat davlati quramiz desa, masalan, boshqa davlatlar qo'llamay qarshi chiqib urushadigan ishlar bo'lib qolamdi. Yoki u yerda ishga urush paydo bo'lib davlatni men so'raydim, hükümet, yani ben hükümet sen emas deb urushadigan bunda sivil var, ishga urush chiqtamdi, chiqatmamdi. Bu muhim, bunun qaraydi. Çünkü agar oshda bir bo'lib qolsa, sening mustaqil bo'lish huquqing yo'q deb hatto sharoitlar tayyor bo'lsa-mu, davlatlar o'yin o'ynab bizning mustaqil bo'lishimizning yo'lini kesidi agar shunday bo'lsa-chi. Shuningga bu bizniki qanday bir davlat qurduğumuz, biz qurgan davlatning xalqaro tinchlikka qanday foydasi bo'ladiganligini tashviq qilish va buni hozirdan boshlab bu base'ni qurish, bu yo'lni, bu bek muhim. Bizning Sharq Turkiston Cumhuriyatininki, masalan, birinchi qitimli qurilgan jumhuriyat 4 prinsipni o'tirib qo'ygan. Hozir Papay lozungisini, bularning banner bor shu vaqtdagi.
Aşı ben hamını. Benleri qarsanlar ma tarafga bir ayet, ma yana bir tarafga bir ayet yezig'liq. Men bu ayetni tarjim qilib baqdim. Uningdan keyin prinsip, 4 prinsipni o'ttirib qo'ygan bular. 4 prinsip yezig'liq. 4 prinsipniki qaysi-qaysilar deganda birsi erkinlik deydi. Sharq Turkiston cho'qim erkin va mustaqil bir davlat bo'lishi kerak. Ikkinchisi adolat va barobarlik deydi. Üçüncüsü qeyrindaşlıq. Qeyrindaşlıq degəndə məyil düşəndirmə. Anikin müşta 4 prinsipni oturup qoyğan. 4 edisini dedim erkinlik, adalet, İslamiyet. qeyrindaşlıq, İslamiyet. İslamiyet dep qurğan bu 4 prinsipni oturup qoyğan. Bu 4 prinsipdə İslamiyet degəndə İslam Şərq Türkistanның asasi dini buludu degen. Majority population bir yerdeki İslam dinine itiqat qılınğanlığı üçün dövlət dini buludu diyen. Mesela Kanada'da Katolik dini, dövlət dini. Lekin başqa dillarıma erkinlik var. Bu Şərq Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin 1933 yılı Dallaş'ta Kanada'da dövlət dini qılğan bilen İslam'ını. Çünkü o vaxtda diyen Xitay yok da ya da bir Mongol'dan başqa nimi yok. İslam ne Şərq Türkistan'ın dövlət dini diyen bilen başqa dinlarıma erkinlik bergen. Yani bunu nereden görürüz diyen vaxtıda, şu vaxtıdaki Yeni İttifak diyen bulanı bir jurnal çıkarırken şu vaxtıdaki jurnaldaki çıkaran bu nizamnameleri qarsanlar, şunun da mesela brotherhood yani ama özünün ama 4. prensibi var o qeyrindaşlıq. Qeyrindaşlıq degende izahlagan vaxtıda biz bütün İslam devletleri bizge oxşaydıgan bizden like minded yani ideologiyasımız oxşaydıgan bütün devletler ve milletler bilen xalqaradaki dost bolumuz, qeyrindaş bolumuz. Hatta Mongollarning dini o'xshamisimu deydim. Biri bilen dost buluş için fakat dini o'xshashlig'ilam nim bo'lmaydi deydi. Onun keçmişi, idisi, tutqay yolu deydi. O'xshash bo'lsa qeyrindash bo'laveramiz. Mongollarmi bizning qeyrindishimiz debchi Sharq Turkistondagi. Bu hammasining o'zining diniy erkinligi bo'lishi kerak deydi. Ammo islomni davlat dini qilib bekitdi-da. Yani devlet dinimi bulmaydı, dinli erkinlik var. Din bilen o İslam nimo hükümet tütünle ayrı bitilgen diye ondan bir nas qılmagan 1943 yıldaki hükümet muşunda kurgan. Ama mesela ulanınki bir İslamiyetlam yani şeriat tili mağdıgan bir devlet yani İslamiyetki bir devlet mu bunun mesela hazırkı demokratik devletler bilen bir tokunuşu bulup qalğan mu degende o mu bulmagan çünkü mesela bu nizamnaması qarsanlar şu vaqtdaki men şu Şarkı Türkistan'ınki şu nizamnamasını men tercüme qılıp muş kitapqa kirgizip qoydum 30 maddega 30 maddasini tercüme qılıp kirgizip qoydum. Birinci maddasi yani İngilizce tercüme qılıp kirgizip qoydum. Uygurçasını sizlar okuy alaysızlar. Uygurçası qaysi kitapdan aldım ben? İnayet Buğdama. Efendim yazgan kitaptan aldım. Şunun qarsanlar birinci maddasida bu devlet İslam arqılı yani government birinci madde İslam deydi. Bu devlet yani Kur'an üstüge, Kur'andaki ve İslam'daki prinsipal Kur'an'a ve İslam'ın prinsip kanunlarına asasen kurulgan bir devlet dep yazıyordu çünkü. Onda dep yazgını bilen lekin 4. maddesi qarsanlar free discussion yani erkin münazirege yol koyuluş gerek. Yani fakat şu Kur'an'da nim degan bolsa şu boyçılanmağımız yoki İslami kanunlar boyunca kurulgan bir devlet deydi degan bilen lekin bu yerda yani demokratik alda erkin münazirege, erkin söz erkinligiga, anikin xalqchilik bu yerdan populizm deb aldım. Ben populizm degan bilan askartish berdim. Bu ilqi hozirgi populizm emas, bu xalqning arzusi ya. Bütün narsani xalqning arzusi bo'yicha erkin söz huquqi berish bilan erkin münazire ve muhakemeye yol koyuş bilen manda ipbarimiz deydi. Yani hiç qanday münazire muzakere qilmaysa muşda digerligi 3 yıllar falani ayette manda digen manda deyimiz manda qilimiz deplam manda qıvatqan bir emesimkin dep qaldım. Çünkü ma 4. maddesinde manda narsaga yol qo'yimiz degan. Bu eğer bunda erkin sözleş haqqi erkin diskussionga yol qo'ygan vaqtda Qur'ondagi ayet bo'yicha bo'ladi ishlar. Lekin Kur'an'daki ayetni yani muzakir kılımız yani bunu ayetge tushirken onda qanday qilimiz bu xalqning arzusini men manda qilamdik degan maslahat yani erkin so'zlash huquqi bo'ladi demokratik shakldagi bir narsa bo'ladi degan narsani 4. moddaga kirgizgan ekan bu. Shuning mushu qonunlari mushunda ekan. Endi biz davlat qursak qanday qilamiz deganda biz mana bu narsalar masalan 33 yildagi Cumhuriyetniki milliy mafkurasi. Devlet ideologiyasida şu İslamiyet, erkinlik, adalet, qeyrindaşlıq degan.
Adalet degende ben bunu bu kanunlarda tepsili tushundirib yozmaganken, mesela qarindoshlik deganda Mo'ng'ullarni diniy erkinlik u bu deganlarni degan bilan, endi biz buni qanday qilamiz deganda, u o'z vaqtida doktor Erkin Akram bilan bu nijot yordamchisi, hozir biz o institutda emasku, mushu bir milliy mafkurni tuzib chiqayli deb maslahatlashib, bu to'rt narsani mushu bizning hozirgi milliy islomiyatni chiqaryaptingizmi, nijot chiqaryaptingizmi deyman. Chiqarıp işte bir milliy mefkure tüzüp çıkan bulan. Ben kitabımda bu milliy mefkureni tüzüp çıkan her bir narsani 5 qilib tikan Nicat. Anki ben bunu 6 qilib bir modda birini qetib qo'ydim. Yani bu o'zimning shaxsiy kitobim bo'lganligi uchun, yani ostiga not berdim. Bu yani amendment qilinadigan narsa, o'zgartish kirgiziladigan, yani xalqning orzusi bilan, yani keyin yani huquqchilar bilan yani o'zgartilib qayta tuziladigan narsa. Bu hozirgi draft nemisi biz o'zim man qetib qo'ydim debchi. Mandaq nim qildim, unkin har bir narsaga tushuntirish berdim. Birinchisi erkinlik. Erkinlik deganda bu o'xshash Abdunijat shu 1933-yildagi Cumhuriyetimizningki Sharq Turkiston xalqi erkin ve mustaqil bir davlat bo'lishi kerak. Har qanday tajovuzchilik va har qanday ichida ip berildigan, ya'ni tajovuz bo'lmagan taqdirdami bir diktator davlat bo'lsa zulm bo'ladi u yerda. Har qanday zulmdan erkin bo'lgan bir xalq bo'lishi kerak degan birinchi moddasi bor. Masalan, Xitoy o'zining davlatiga zulm qildi. Nurg'un diktator davlatlar o'zining davlatiga zulm qildi. Ammo Sharq Turkiston Cumhuriyetining birinchi moddasidagi shu freedom degan moddada har qanday zulmdan mustasno deb yozilganda, hech qanday zulm teshidagi tajovuzchilarning emas, ichidagini ko'z tutadi har qanday degan uchun. Shularni yechib yozdim, bunday ko'z tutgan deb. Ondan keyin ikkinchisi politically secular state. Buni nima deb tushuntirdim deganda, Islam is the religion of majority of population of East Turkiston. Islom dini Sharq Turkiston xalqining ko'p asosiy sonni tutadigan Sharq Turkiston xalqining asosiy dini. Lekin devlet, state of the Sharq Turkiston will be formulated according to political secularism and to protect everybody's freedom of conscience. Bu political secularism degan bu mesela qandaq deganda siyosatni masalan bu din bilan davlat boshqarishni emas, siyosatni din bilan ayirish deganlik emas. Ya'ni hamma odamniki o'zining conscience, freedom of conscience, religion. İslam asosiy din bo'ldi. Xuddi masalan Kanadada political secularism bu Kanadami? Katolik dini asosiy davlat dini, ya davlat dini deb din bilan boshqarilmaydi davlat, ammo davlatning asosiy dinida, u asosiy dini bo'lganda din bilan boshqarilmagan bilan dindagi falsafa bütün narsalarda aks etib mangdi. Masalan, u qonun qilib, masalan sharia law deb shariani akirib qonun qilganda, katolikning qonunini qonun qilmagan bilan o'zlari qonun tuzgan bilan, masalan nurg'un narsalarda, mesela maktablardagi darslar nurg'un narsalarda katolikninki ideologiyasi aks etadigan axloq prinsiplari aks etadi uchun. Shunga o'xshash islom dini Sharq Turkistonning davlat dini bo'ladi. Bo'lsa masalanda, Sharq Turkiston mustaqil bo'lsa, davlat dini bo'ladi. Lekin bu yerda bütün dinlarninki erkinligi bo'ladi. Ya'ni siyosiy jihatda bir political secularism degan siyosiy jihatda masalan bütün hamma dinlarning erkinligi, özünün qaysi dinga ishinaman desa ishinish erkinligi hammasi bo'ladi. Ammo din bu yerda bir shariat qonuni, budek bir qonun bo'lmaydi demoqchi. Men tushuntiramadim uyg'urchadan. Ammo din davlat asosiy davlat dini bo'ladi. Lekin din bilan qonun, siyosat ayrilgandamda shunday bir shaklda bo'ldi. Ondan keyin uchinchisiga justice, adolat. Adolat deganni nima kirgan? Adolatni masalan 1933-yildagi Cumhuriyetimizda adolat bor. Buni men bunda yeshib qo'ydim bu yerga. U yeshilmaganka unda adolat bo'lishi kerak deb bildim. Adolatni qanday tushuntirgan deganda, bizniki nima banner bor, lozungga yozilgan 2 oyat bor. Shu 2 oyat adolatni targ'ib qilgan oyat. U oyatlarning tarjimasini kirgizdim men kitobimga. Demak, shu 2 oyatni kirgizganligining o'zi ham adolatni, dindagi adolatni qanday targ'ib qilamiz, ya'ni bizning dinimizning adolatni qo'llaydigan bir din ekanligini ko'rsatdi. Ya'ni din bilan bu yerdagi adolat va demokratiyaning to'qinishib qolmaydiganligini, bir-biriga ziddiyat chiqarmaydiganligini nihoyatda chiroyli shaklda ko'rsatganda shu vaqtdagi Cumhuriyetimiz uchun men buni yeshibroq deb yozib qo'ydim. Rule of law. Sharq Turkiston xalqi mustaqil bir Sharq Turkiston davlatini qursa, Sharq Turkiston xalqi qonun oldida barobar bo'ladi. Adolat deganlik, ya'ni har bir citizenning mayli u dinga ishonsin, ishonmasin yoki boshqa dinga ishonsin yoki musulmon bo'lsin, qonun oldida barobar deganchi.
Yani hukuk tutqanlardan tartib hammasi qonun oldida barabar oldu. Bu qonun qandaq prinsiplarni o'tirib qo'ydi deganda, xalqninki nemisini qo'llaydi deganda, social, anandan keyin qonuniy va siyosiy huquqlarni qo'g'daydigan bir qonun oldida baravar bo'ladi. Bularninki bilet tashlash huquqi bo'lishi kerak, saylanish huquqi bo'lishi kerak, freedom of expression, o'zini ifoda qilish, so'zlash erkinligi bo'lishi kerak. Ya'ni siyosiy harakatlarga qatnashish huquqi bo'lishi kerak. Sharq Turkistonning qayeriga bo'lsa erkin mengib yurish, ko'chish, teshig'i chiqish, ishchiga kirish huquqi bo'lishi kerak. Sharq Turkistonda yashash yoki yashamaslik yoki qaysi shaharga borsa shu davlat, ya'ni ma davlat deyman, ma shahardan asharga bormaysa deyilmasligi, cheklanmasligi ixtiyoriy move around East Turkistonda nashta bo'lishi kerak. Ondan keyin u yerda Sharq Turkistonda cho'qim ishlash va xizmatga erishish fursati va huquqi bo'lishi kerak. Ondan keyin hammasi xalqlarniki equal erkinligi bo'lishi kerak. Baravarlikdagi erkinligi, fursatlarga erishishdagi baravarlik. Masalan, yoki sen Qozoqdan sana shu ma fursat berilmaydi, mayadagi xizmatga qozoqlanmaymiz yoki mayadagi xizmatga mo'ng'ullanmaymiz yo ayadagi xizmatga palon millatni olmaymiz deb chet ellik kirib bizning pasportimizni oldi, ya. Pasportni olsa, sen inglizkansa sen mayadagi xizmatda, masalan, national defense yuqori sensitive yerlardagilar buni o'xshamaydi. Boshqa odatdagi yerlarda bunda discrimination bo'lmaydi. Bütün xalq citizenlar bo'ldi ekan, Sharq Turkistonning fuqarosilar bo'ldi ekan. Baravar bo'ladi bütün fursatlarda, uningki bexatarlikka qo'g'diladi deganchi. Mana bu adolatdir. Masalan, bu adolat nimasi? Ben manda muşta deb yeshib tushuntirib qo'ydim. Sharq Turkiston kelgusida qurilsa debchi. Xalqaro dunyoga biz adolat deganimizda nimani ko'zda tutamiz deganni muşta tushuntirib qo'ydim. Ikkinchi qatimliq jumhuriyatimizda adolat deganni o'sha ikki oyat bilan shunda chiroyli tushuntirgan bizningki bu 33-yildagi jumhuriyatimiz. Ikki oyatning yozib qo'ygan, boshqa tushuntirish bermagan, ammo o'sha ikki oyatda demak adolat hamma narsada insonlar barobar bo'lishi kerak, haq bo'lishi kerak, haqsizlik bo'lmaslik kerak degan narsa birinchi prinsip qilib qo'yilgan. Ondan keyin xalqaro dunyoga yana biz davlat qursak, qanday prinsipimiz bo'lishi kerak deganda bu mafkurda peace, tinchlik. Tinchlik degan, masalan, Sharq Turkiston mustaqil bir Sharq Turkiston qurilgan vaqtda BDT'dagi masalan xalqaro birlashgan davlatlar tashkilotlarininki bütün davlatlarga uygun bo'lgan, ya'ni haq adolatli bo'lgan xalqaro qonunlarga uyuydi, ya'ni xalqaro qonunlarga bo'ysunimiz, ya'ni bo'ysungan ahvol ostida boshqa davlatlar bilan BDT'dagi davlatlar bilan BDT'ning qonunlariga bo'ysungan holda o'zgartish kirgizish, kelishimlar va shartnomalarga bo'ysungan va bular birga ish qilgan holda bütün davlatlar bilan bir do'stlik munosabatda bo'lamiz, ya'ni boshqa davlatlarga tajovuz qiladigan qonunlarga, BDT'ning qonunlari xilof qilib, masalan, Xitoyning qilayotganlari tajovuzchilik degan. Bundaq tajovuzchilik qonunlarga xiloflik qiladigan bundaq ishlarni qilmaymiz. Ya'ni biz tinchlikni targ'ib qiladigan boshqa davlatlar va millatlar bilan do'stlik munosabat o'rnatadigan bir davlat bo'lamiz. Shu bizning tinchlik degan, bu bizning prinsipimiz degan. Tinchlik deganda men qisqartirib bütün davlatlar bilan bütün davlat millatlari bilan tashqi munosabatda xalqaro qonunlarning prinsiplaridan chiqatmagan holda tinch do'stlik munosabat o'rnata oladigan bir davlat bo'lamiz deb yozib qo'ydim. Endi buni bu kitobda bu tafsili sizning tushunchalaringizni unutmayman, uni kirgizmadim. Ham buning hammasini Nijot kirgizdi deb yozmadim. Nijotning degan erkin ma'lum degan bu 4 mi 5 prinsipgan o sizniki shu qabul qilibsizlar 3-jumhuriyat, 1-jumhuriyatdagi 33-jumhuriyatda o'ttirib qo'ygan 4 prinsipga birini qaytibmi 5 qilibsizlar ekan. Shu 5 ga men birini qaytib 6 qilib, men buni bunda kengaytib qo'ydim deb men o'zimning shaxsiy bir akademik suhbatim bilan bergan tushunchalar, ammo sizning emas, Nijotning emas, men tushuncha o'zi tushuntirdi keldi. Men ini xo'p kelsin. Undan keyin welfare state. Welfare state deganni mushloqat ma'u buni Nijotlar qatgan erkin ma'lum ikkisi. Bu narsani welfare state degan masalan birinchi jumhuriyatimiznikida bu narsa yo'q. Tinchlik bilan welfare state deganda, peace deganda tinchlik deganni bular erkin ma'lum bilan Nijot qatgan narsa emas asli, brotherhood bor, qarindoshlik. Qarindoshlik degan bilan birinchi jumhuriyatdagi o'xshash narsa bo'lg'ashqa, ya'ni
bütün devletler bilen qeyrindaşlık münasebet o'rnatamiz degan bilan o'xshab ketgan bo'lg'achqa qeyrindaşlık deganni qeyrindaşlık desa bular o'zining qeyrindishini ildamdiganda brotherhood deganda mayatga hozirgi g'arbdagi brotherhood bilan konfyuz bo'lib ketadi deb peace debchi tinchlik deb almashtirib ismini almashtirib qo'ygan bo'lishi mumkin nejat shundaqmi ham shuni almashtirgan bo'lishingiz mumkin men shuni shu bo'yicha tushuntirib qo'ydim anikin welfare state deganda bu qanday welfare state degan qanday davlat bo'ldi deganda ya'ni buning qilqima sosyal davlatlarning prinsipini kirib shu nejat bilan erkin ma'lum buni kirgizib qo'ygankan men buni u davlatlarningki prinsiplarini ularningki qoida qonunlarini o'qib shu bo'yicha buni tushunchayizib qo'ydim bu qanday davlat o'zi qanday o'zi shunday bo'ldi deganga chunki buningda cho'qim xalqningki bexatarlikka undan keyin iqtisodiy va social well-beingga kapolatlik qilish kerak iqtisodiy jihatdagi va jamiyatdagi yaxshi yasha olishiga butun sharq turkiston xalqining kapolatlik qila oladigan bir davlat bo'ladi ya'ni bu yerda erkin va bekorlik ma'rifimiz education yani mandatory mecburi ma'rifimiz bo'ldi undan keyin bekorlik xalqningki davolanish nimasi bekorlik deb ketmam health services mushu kapolatga ega bo'ldi sosyal davlatlardagidekchi undan keyin uysiz qolmasligi kerak xalqlarningki hamma odamning uyda o'tira oladigan masalan sosyal davlatlarda housing program bor uy beradigancha hukumat uy yo'qlar shunda undan keyin kambag'alchilik ya'ni kambag'alchilikka xotim berib hamma odamni minimum bo'lgan taqdirdami masalan yaxshi yashay oladigan bir kapolatga ega qiladigan shunda bir sosyal davlat shaklida bo'ldi agar sharq turkiston qurilsa debchi shu narsani nima qilib qo'ydim lekin bu narsani men o'zim kirgizib qo'ydim 6-ni knowledge and science debchi buningda masalan sharq turkiston knowledge bilim va fan texnikaga ahamiyat beradigan bir davlat bo'ldi deganda sharq turkiston qurilsa shu bilim va fan texnikaga eng yuqori darajada ahamiyat berib butun davlatlardagi masalan xuddi amerika butun dunyodagi talant egalarini yig'gandek bizning boyligimiz nurg'un butun dunyodagi talant egalarini yig'ib bularga uning ustiga sharq turkiston xalqiga bir equal opportunity baravar bir fursat yaratadigan bir davlat quramiz ya'ni educationda ma'rifni baravar hamma odam ma'rifga access qila oladigan erisha oladigan bilim ilish hamma odamga o'xshash bilim ilish hamma odamning masalan o'qiy qoldi deydigan ish bo'lmaydiganchu bunda bir narsani ya'ni davlatning mafkurisiga shunday shakldagi bir davlat qurdi sharq turkiston deb buni kirgizib qo'ydim shu milliy mafkuraga 6 bu hamdayliqi cho'qim sharq turkistonni mundaq debsiz bundaq bo'lmaydi undaq bo'lmaydi unda davlat qurmaydiq bunda davlat qurmaydiq biz davlat qursak bunda erkinlik bu masalan bu political secular state degan narsani butunlayla dinsiz deganlik emas u kirgizganim politically secular deganim chunki davlat dini islom dini bo'ladi lekin boshqa dinlarning erkinligi bo'ladi bu yerda qonun ya'ni xalq tarafidan tuzib chiqilgan bo'ladi demokratik bir qonun ya'ni shariat bu yerda qonun deb bo'ldi deganlik emas deb mandaq kirgizib qo'ydim undan keyin bu adolat barobarlik degan nima kirgizdik undan keyin manijat kirgizgan ya'ni qeyrindaşlıkның o'rniga tinchlikni olibdi peace deb shuni kirgizdik undan keyin welfare state buni kirgizib degan nejat xalqlarning hamma turmush kapolatga ega bo'lishi kerak deganni ega bo'ladigan bir davlat qurildi degan undan keyin bilim va fan texnikaga kapolatlik qiladigan ya'ni hamma odamning bilim ola oladigan o'qiy oladigan yuqori saviyadagi yuqori darajali o'qishlarga masalan pul bo'lmasa o'qiy olmaydigan nurg'un davlatlarda bununla hamma odamning baravar o'qish erkinligi va opportunity access qila oladigan puli bo'lmasa misol sharq turkistonliklar bo'lsa sharq turkistonlikning ma'rifiga yuqori darajali ma'riflarga access qila oladigan manda bir prinsipi bor bir davlat quramiz deb shunday necha shaklda deb qo'ydim bu yozganlar masalan bu bir draft bunun hammasi cho'qim sharq turkiston davlat qursa mushtaq qurdi deb men belgilab olgan yoki masalan erkin ma'lum bilan nijot belgilab qo'ygan bo'g'ashqa birinchi jumuriyatdagi prinsiplar asosida belgilab qo'ygan manda bir narsa emas bu narsa men masalan mening belgilab qo'yganligim uchun shunda bo'ladi ekan deganlikni bo'lib ketmaydi bu faqat hozir sharq turkiston xalqining mustaqillik orzusi asosida teklif şekilde qo'yilgan narsa. Masalan, birinchi jumhuriyatimizdagi milliy mafkura mandaqdi, biz buni munda kengaytimiz, bo'lsak munda bo'lamiz deb teklif şekilde qo'yilgan narsa. Shuni ostidagi footnote'ga men yozib qo'ydim. Hozir men kitobdan footnote'ni topolmadim. Esimni qilishicha footnote qilib shu qatqinimga. Bu narsalar faqat draft. Birinchi jumhuriyatdagi milliy mafkuraga asosan tuzib chiqilgan bir draft. Bu degan texi yana necha qitim xalqninki nimasidan qo'llashidan, amendment qilishidan o'tkazilindi. Bu yerda avtor faqat buni
elaborate qilib, ya'ni ne deymiz, kengaytib, tushuntirib, har bir bundaq ismlar, masalan, peace, tinchlik, bu deb yozilib qo'yilgan narsani kengaytib tushuntirib qo'ydi, kengaytib qo'ydi avtor debchi, mushta tushuncha berib qo'ydim yani. Okey, shunga bu sizning deganingizga bunda davlat qurmaydi deb qo'rqadiganlar chiqadi bilmayman, lekin shu vaqtda qanday davlat quriladi buni bilmaymiz. Ammo men miyadagi bir draft nusxa hozircha bu nurg'un o'zgartishlar kirgizildan keyin yana kirgizilishi mumkin va kerak. Shunda bu mushta bir davlat bo'lsa endi buningda masalan hozir biz tashkilotlarning ahvoliga qarab baksak, biz ashta kirgiz qo'ydik. Bizning hozirgi ketayotgan yo'limiz shunchalik, ya'ni boya dedim, masalan bizniki tashqi kuchga, masalan Sharq Turkiston mustaqil bo'lsa qanday bo'lish kerak degan. Birinchi bizniki butun sharoitlarimiz bu cho'qim 742 qonunga asosan 8-moddasiga asosan mustaqil bo'lgan davlat mustaqil bo'lish uchun qanday bo'lish kerak degan sharoitlarning natijasini deb o'tdim men abi. Bu sharoitlar bo'yicha masalan legally prinsiplarga, qonuniy jihatdan biz tushadigan nurg'un qonunlar bor. Cho'qim mustaqil bo'lish kerak degan. Buni men birinchi qitimliq darsimda so'zildim, ikkinchi qitimliq darsimda so'zildim, bugunmi so'zildim, qisqartib misol keltirib o'tdim qonunlarni. Ya'ni kitobda bu tafsili yozilgan, sizlar o'qib baxsanglar bo'ldim. Bugun men bek charchab ketdim. Bir xil mijazim yo'q, beshim og'ir keldi. Andan keyin bu qonuniy, ya'ni qonuniy jihatda biz qanday tushimiz? Tushudi, butun sharoitlarimiz. Tarixiy jihatda buni birlashtirib yozdik, tushudi. Xalqaro qonunlari bo'yicha mustaqil bo'lishga tushimiz. Yana qanday sharoit hozirlandi degan vaqtda abay hammin deb o'tdim. Cho'qim bir national aspiration bo'lish kerak. Buni ichidagilar qilolmaydi, chunki ular erkin emas. Tishidagilar bu national aspiration'ni qanday hozirlashimiz kerak. Andan keyin masalan cho'qim mustaqil bo'limiz, ya'ni 80 parçamaya cho'qim xalqning orzusi aniq bo'lish kerak. Andan keyin ishdan milliy mafkurlar tuzilish kerak, institutlarimiz qurilish kerak. Bir statehood agenda, davlat qurish agendalarimiz bo'lish kerak. Masalan biz davlatni qanday quramiz, bizning prinsipimiz nima bo'ladi deganda, davlat qurish agendasi bo'lsin deb men milliy mafkurni yozib qo'ydim. Ondan keyin qanday prinsip bilan apmamiz, davlat qursak qanday bir davlat quramiz, xalqaro tinchlikda qanday bo'ladi degancha boshqa davlatlar bilan yaxshi o'talamdik. Shuma demak bizning avvalgi xalqaro qonunda cho'qim boshqa davlatlar bilan yoq tinish o'tib, UN'ninki membership eligibility bo'lish kerak deydi-ku, member bo'lish uchun ashunga salohiyati to'shish uchun boshqa davlatlar bilan ilishkiga kiralish kerak. Yani munosabatga, diplomatik munosabatga kiradigan bo'lish kerak deydi. Uning uchun men bizning prinsipimizga tinchlik degan narsani kirgizdik. O kirgizdik degan yerda mesela Brotherhood'ның o'rniga 33-yildagi Cumhuriyetimizni kirgizib ekan, Brotherhood deb kirgizib ekan hamda. Uning o'rniga tinchlik deb kirgizdik. Uni men kengaytib, ya'ni barliq davlatlar bilan do'stlik munosabatga kiralaydigan bir davlat bo'limiz, hech qanday tajovuzchilikni qo'llamaydigan betaraf deganda uchun mundaq yozdim. Bunda bo'lganda demak bizning prinsipimizni kelgusidagi davlat quradigan prinsipimizni haq ko'rsimi, demak bular davlat qursa bir tinch, butun davlatlar bilan do'stlik munosabati o'rnata oladigan bir davlat qurdi ekan degan narsa bo'ldi. Uningdan boshqa men yana bu yerda qanday xilqi shu statehood agendalarimizni qurib chiqish degan shunday shaklda qurib chiqamiz, ya'ni milliy mafkurlarni o'tirib qo'yish kerak, uningdagi strategiyalarimizni o'tirib qo'yish kerak, yana qanday institutlarni quramiz, qanday qilib bu akademik jihatda qanday taraqqiy qildiramiz, davlat qurish uchun qaysi bosqich, qaysi davlatlar bilan qanday hamkorlik qilamiz degan bosqich mangadigan bir statehood agendalarimiz bo'lishi kerak. Undan tashqi kuchga kelgan vaqtda xalq dunyoni, masalan tashqi kuchni Sharq Turkiston nima uchun tashqi kuchlarning qo'llashiga erishish kerak, nima uchun mustaqil bo'lmaydi degannimi men kitobimda tafsili yozdim. Buni xalqaro vaziyatni analiz qilib, masalan Sharq Turkistonning geostrategik o'rnini, Xitoyningki bir belvaq bir yo'l bilan qanday kuchlanib davlatlarni, ya'ni dunyoga tajovuzchilik, kolonializmni qanday yurgizib, sharqi shu BDTning tub prinsiplarini, hozirgi dunyo world order, ya'ni dunyo sistemasini yo'qotib boshqa bir diktator dunyo sistemasini dastima deb Xitoyning manda kelayotganligini, bunda bir geostrategik Xitoyning shu quruqlikdan kengayishidagi 4 tane yo'li bizdan o'tadi. Kengayib butunlay O'rta Sharq, Afrika, Yevropaga kengaydi. Mushta yamrab ketishining oldini oladigan birdan biri Sharq Turkiston. Sharq Turkistonning geostrategik o'rni intayin muhim. Yani Sharq Turkiston mustaqil bo'lib qolsa, qanday davlat bo'ldi deganda birinchi Xitoyning kengayishini kesadi.
ikkinchi g'arb bilan sharqning do'stlik munosabatining balansini saqlaydi, chunki biz g'arb bilan sharqning o'ttirisida biz u yerda. Uchinchisi boshqa davlatlarning iqtisodiy taraqqiyotiga foyda bo'ldi. O'kunki yaponga so'zlagan yaponning vaziyati to'g'risida so'zlagan so'zimdimi, hindistonning vaziyati to'g'risida so'zlagan so'zimdimi dedim. Masalan, Sharq Turkiston mustaqil bo'lib qolsa, Yaponning O'rta Osiyodan oladigan gazlari kapolatga ega bo'ladi. Xitoy bilan dushman Yapon. Mesela o gazını almaysa deyiş mümkün, ya uruş çıkış mümkün, tinchlik bo'lmaydi. Yani Şarkı Türkistan mustaqil bo'lsa, boshqa davlatlarning iqtisodiy manfaatini kapolatga ega qila oladi. Chunki u Xitoy Sharq Turkistondan atlab o'tolmaydi-da u yoqqa uchun. Shuna bog'liq uchun chunki Sharq Turkiston Yapon bilan do'stlik munosabati bo'ldi. Hatto o'zimi gaz berishi mumkin. Shunga Sharq Turkistonning geostrategik o'rnidan ilib aytgandimi, Sharq Turkistonning mustaqil bo'lishi, cho'qim mustaqil davlat bo'lib qurilishi dunyo tinchligi, dunyoning bexatarligi, O'rta Osiyodagi balansini saqlash, bu yerdagi. Chunki qo'shnilarning hammasi musulmon va turkiy davlatlar. U yerda bir urush chiqolmaydi. Sharq Turkiston eng tinchlikqa kapolatlik qildigan yer. Ammo Xitoy bu davlatlarning hammasining dushmani. Quruqlik tarafdami, dengizdami hammasi bilan urush chiqardi. Shunga Sharq Turkistonning mustaqil bo'lishi geostrategik jihatdan bak muhim. Xitoyning O'rta Sharqqa kengayishi, ya'ni Middle East, hozir arablar bilan shunday yaqin kelishimlarni qilyapti. Shu kengayishning yo'lini kesalaydigan Sharq Turkistonning mustaqilligi. Agar Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llamasa, dengizdan kengaydi, Tayvanni oladi deb dengizga diqqatini bergan bilan butun davlatlar Xitoy quruqlik orqali kengayaverdi. O'rta Osiyoni shu Osiyoning yuragi deb qaraydi. Osiyo qit'asini dunyoning yuragi deydi. Shuningki, yurak shu yani og'a odam Jürükünü Asya'nın jürükünü ağa adam dünyani kontrol kılıdı, bütün dünyanı alıdı deydi üçün. Şuna bu Xitay'ninki quruqluqdan O'rta Osiyoga kengayib, O'rta Osiyoni olib ketsa Xitoy bütün dünyanı olib ketadi. Ya'ni O'rta Sharq, Afrika, Yevropa hammasini oladi Xitoy. Shunga bizning geostrategik o'rnimiz bak muhim. Hozir ma davlatlar Xitoyga kuchi yetmaganligi uchun burun ma o demokratlar market bozor deb Xitoyninki iqtisodini pulunu deplam bulaylık Xitoyga bek yo'l qo'yib ketdi-chu, beyimizda qurrat bo'lib ketgan g'arb davlatlari yo'l qo'yib ketib, endi beshig'i chiqdi, endi ojiziltanmay, tankilanmayotdi. Agar Xitoyni ojiziltib yoki bizni mustaqil qilmasa, ma Xitoyniki bunda kengayib ketishdan qat'iy qutlanmaydi. Shu bizniki mustaqil bo'lishimizniki cho'qim muhimligi, ya'ni shartlari tushidi, potensial biz bo'lmasak bo'lmaydi degan mushta narsalarimiz mushjatdim ifodalanadi. Men buni yozdim kitobimga. Shunga mushta ishki jihatdan masalan qanday hozirliklarimiz bor degan abay deb o'tdim, national aspirationimiz bormi, bir vatanni ichida hukumat qura olmaymiz-ku, lekin diasporada biz Sharq Turkistonninki cho'qim ichida bir hukumat bo'lishi kerak deb bor ekan. Bizniki tarixiy bir bog'lanishimizni saqlab qolyapmiz, ya'ni Uyg'urlik, turklikdan yo'qolib ketib, boshqa millat bo'lib ketib masalan. Sharq Turkiston degan yani to'nimayman deb hech qanday tarixiy bog'lanishimiz yo'qolib ketdikmi yoki tarixiy bir bog'lanishimizni saqlab qola olamiz Sharq Turkistonga. Ya'ni men Uyg'urdim, mening tarixim moddiy, mening kulturim moddiy, men o'shadagi xalq degancha diaspora, ya'ni bir kimligimizni-da. Onu saqlab qola olsak, undan keyin u yerda bir davlat qurolligidek bir legal salohiyatga ega bo'lamiz. Ya'ni u yerda o territoriya mening colonization bo'yicha u yerda biz mustaqil bo'lishimiz kerak. Onundan keyin bizniki butun xalqning orzusi birdek mustaqillik. Tashqi jihatdan qonunlar bo'yicha aytgandimi, legal jihatdan aytgandimi, butun sharoitga bizniki salohiyatimiz to'shidi. Biz bu haqliq, buning ya'ni haq huquqimiz bu bizning. Onundan keyin tashqi sabablarni xalqaro munosabat, geostrategik jihatdan biz buning huquqliq, ya'ni muhim bizning mustaqil bo'lishimiz. National defense bir sistem qura olamsa, vaqti kelsa o'zingni qo'g'diya olamsa deysizmi, biz shuning hozirligimizni kichkina bo'lsa-mu qilyapmiz bor. Qilayotgan masalan Sharq Turkiston Islom partiyasi buning bir misoli. Undan keyin bu yerda sen vaqti kelsa demokratik bir davlat quramsa, ya ishga urush chiqarib, urush paydo qilib yoki boshqa bijnim qilib etamsa deysizmi, unimi bizning Sharq Turkistonning teshida qilayotgan tashkilotlarimizningki ko'rsatgan yo'llari, ya'ni masalan Dunyo Uyg'ur qurultiyining tutgan yo'li, undan keyin yoshlar Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi demdik, ya boshqa tashkilotlarning tutgan yo'llarining hammasi shu masalan qanday qilib bir demokratiyani praktis qilish bu yerda. Masalan, demokratik bo'lish, barobar bo'lish, erkin huquqi bo'lish, bilet tashlash, mushundaq narsalarning hammasining kelgusida Sharq Turkistonda qurilgan cho'ng bir davlatning bundaq kichik bir sxemasida bu tashkilotlar. Bu yerda praktis qilib bular demokratik bir davlat quradigan bir narsani, ya'ni bir nima deymiz?
yo'lini hazırlab, şu sistemni paydo qilyotidi desak bo'ldi. Yani bu yerda masalan qarasimi bizning ashuna kitobni mashta yozdim, bizning tashkilotlarimiz işte demokratik shaklda davlat qura oladigan bir qo'shinni yetishtira olyotidi debchi. Shuning uchun tirishyotidi. Endi agar biz masalan bizningki teshidimi biz bundaq praktik qilolmadik, demokratiyaning nimaligini uqmaymiz, demokratik yo'lda mangmay qaloq bir millat bo'laylik dedik masalan uchun. Hech qanday baraverlikni bermeymiz, diktatör olumuz, mening degan gapim hesap bo'ldi. Hammamiz bir-birimiz bilan jidal chiqib Sharq Turkiston qurilsin, men so'rayman Sharq Turkiston qurilsin, sen so'rmayman, uni dag'asimiz, buni da munda bir şekilde bo'lsa, u vaqtida xalqaro bu haq mustaqil bo'lsin, bo'lmaydi deydi-da, qo'rqidi. Shuningga biz shu tashkilotlarmi biz musulmon millat, dinimizni qanday hurmat qilamiz? Dinimizni o'zimizning dinini saqlab qilib kuchlantirish bilan birga boshqalarning dinini mi qanday hurmat qilamiz, ya'ni demokratik shaklda. Buningdan boshqa biz yana hech narsani majburlab tolmaymiz, boshqa haqqa, ya'ni islomda majburlash yo'q. Muhammad payg'ambarimiz islom dinini majburlamoqlar degan Qur'ondami bu? Boshqalar dinimizni biz Uyg'urlar buni yaxshi tushunamiz, majburlash biz Uyg'urlardami yo'q, mushta bir millat, isil bir millat biz. Undan keyin biz o'zaro masalan bakiliqi tashkilotlar tepishib bak to'la jidal qilib bu xalqaro dunyoga bilinsinmi, bular hozir shu bir hukumat 5 yo'lab so'qishsa deydi, shu 5-6 hukumat qurib olib xalqaro shu Sharq Turkiston mustaqil bo'lib qolsa vaqti kelganda bular qanday boshqaradi deydi-da, bizga ishonmaydi. Chunki yordam qiladiganlar, yordam qiladigan davlatlar bizga ishonish kerak. Bizning qanday bir yer bo'lganimizni bilish kerak, nima davlat qurganimizni bilish kerak. Bu narsa aniq bo'lgan vaqtida undan keyin biz o'zimizni qo'llovchilarni xalqaroda topa olamiz va o'zimizning kuchiga tayanib, o'zimizning kuchini ko'rsatalaymiz-da, shunaqa bir davlat qura olamiz. Shu sistemlarni yaxshi hal qilib, yaxshi tushunib, yaxshi diskus qilish kerak. Mening bu kitobim ham mening bir shaxsiy bir talqonlar bilan yozilgan narsa, buningdagi bak cho'nqur hamma narsani ben bilib ketadigan ish yo'q bu yerda. Yana texnik nurg'un yozuvchilar chiqib nurg'un narsalarni diskus qilishi mumkin. Shu narsalarni qalbimizda aniq qo'yishimiz kerak. Men bir odam yozgan kitob bo'lgan bilan mening shaxsiy ko'z qarashlarim emas. Mana busini. Nurg'uni xalqaro qonunda munda debdi. Tariximizda munda debdi. Muşu xalqaro qonunga, dunyoning vaziyati manda bo'layotibdi. Buningga tushish uchun qanday bo'lish kerak ekan, nimalarni qilishimiz kerak ekan degan mush narsalarni o'tirib qo'ygan mushta bir kitob, ham shu narsalar o'tirib qo'yilgan. Qiziqsanglar, o'qib baqsanglar, kitobdan texmo tafsili ko'ra olasizlar. Buguncha meni tushuntirishim shunchalik tugadi.